Yaxşımsızlar, hörmətli görürmən dostlar, ekran aldaki barlıq əzizlər, şundaqla naq meydandaki barlıq əziz mehmanlar, vaqt çıxırıb, qalbimizə hazır nazır olub, Şinjan Yeşilgöl Xalqara Sot Çekiş Şirkətinin bevosita ko'z çekən barlıq əzizlər, hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Körvatqınlar Qashqar shahri Yeşilgöl Xalqara Sot Çekiş Şirkətinin mal setib chiqarish maydoni bo'lib, hammalarning mush naq maydonga hazır nazır bo'lguninglarga chin qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, faoliyatimiz shunda jo'shqin davomlash oldi turdi. Faoliyatlarimizning mazmunlari sarxil. Shunga sizlardan hech narsa kutmaymiz. Sovg'at etinglar, shundaqlar degan gaplarni qilmaymiz. Sizlardan kutadiganimiz Denzan fenshan qilib qo'ysanglar, top-toplarga ham baharlab qo'ygan bo'lsanglar, pul yo'chlarlaringlarga chiqarib qo'ygan bo'lsanglar, biz sizlardan shunchalik mamnun bo'lgan bo'lamiz. Undaqda bugün sizlarga kelgan mush aziz mehmonlarimizni shundaqla mush so'ringa hazır nazır bo'lgan, mush so'rinimizni hazırlab bergan, mush naq maydonni bizga hazır nazır qilib, bugungi mush so'rinni hazırlash sharafiga erishtirgan Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sot Çekish Şirkatining lideri Güher xonimni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Salam ekran aldidagi barcha aziz ko'rilmanlar, hamkorlashuvchilar, vakolatchilar, qo'llag'uvchilar, hammanglarning kechlikinglar xayrli bo'lsin. Men Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sot Çekish Şirkatining qurg'uvchisi Güher xonimdan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Bugungi naq maydon Bugungi naq maydon tarqitishimizga mana shu turcho'lponlarimiz bo'lgan ataqliq bizningki Yumurxon bilan Baxtiyorni taklif qildik. Bu munosabat bilan sizlarga mana mush fursatdan foydalanib sizlarga bir kulk ato qilishni, sizlarga bir ma'naviy tinglarni bitish va sizlarningki turmushingizga bir maydon zo'q ato qilishni loyiq ko'rdik va shundaqla sizlar o'zingizlar bilasizlar bizning Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sot Çekish Şirkatimiz davomli sog'lomlik kasbini eng oldiga qo'yib kelyapmiz. Shuning uchun har biringlarning sog'lomliginglar uchun mahsulotlarimizni tushundirgach, sizlarning kayfiyatinglarni tangshab, ruhiy azobinglarni yengillatgach va shundaqla mana shundaq oltinlarimiz orqali sizlarni bayqig'ach mana mush kechlik faoliyatimizni o'rinlashtirdik. Hammanglarning to'liq ko'rib berishinglarni uchun ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Xo'sh, unda olsa faoliyatlarimizning birinchi moddasiga asosan faoliyatlarimizni boshlab oldik. Faoliyatlarimizning ikkinchi moddasiga asosan bizning shirkat lideri mushu so'rinni hazır nazır qilgan bizning sohibxon Güher xonimni tanishtirib oldik. Xo'sh, unda olsa uchinchi turda bo'lsa, mush Güher xonimni yonda o'tirgan, biz o'ylabmi baqmagan, biz kimdi deb abayningizga o'zimizga savol qo'yayotgan xonimni so'zga taklif qilamiz. Rahmat. Çabuk canlı çalayla, yanındakiler azizler çabuk. Avazını koyup bırak çabuk. To'g'ri, ama bir sınıfning bolalardek o'tiribdik. Mushu naq maydonni ko'rayotgan barliq azizlar, sizlarning mo kelgan qadamlaringizga marhaba. Mu sahnaning tinchligini saqlab, mushundaq chiroyli o'tirib berganinglar uchun qalbimizdan rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla sizlardan mush chin ovozli chavaklarni, qizg'in ruhlarni, isqirtlarni talab qilamiz. Rahmat sizlarga. Oran çıktı maskatma. Xo'sh, unda bo'lsa, 3-faoliyatimizning 3-moddasiga asosan Güher xonimni mush yonda o'tirgan xonimni tanishtirib so'z taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat ko'pchilik. Bu yoqda o'tirgan Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sot Çekish Şirkatining tarmoqidagi Yalqon korxona boshqarish maslahatchilik shirkatining lideri Zumrat xonim bo'ldi. Yani Zumrat xonim bizning shirkatimizningki mushari qaysi darajadagi setish bo'limidagi vakolatchilarni va xizmatchilarni bir qo'lliq tarbiyalash, ularni nutq so'zlash va ularni shu setish bilimlari jihati tarbiyalash xizmatini o'z ustiga olib kelyapti va shundaqla bugungi mana shu naq maydon tarqitish taklif qilish orqali bu xonimningki nutqlardan azroq huzurlanish maqsadida bu sahnaga taklif qildik. Onundan başqa şirketimizniki barliq ishchi xizmatchilarimiz mana bu yerda o'ltiryapti. Hammanglarningki bugungi mushu naq maydon tarqitishdan nihoyat aktiv qizg'inliklarni eng yuqori pallaga chiqarishinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Xo'sh, unda bo'lsa,
Hanım iki kız bir söz qilib bergan bo'lsangiz, qizg'in alqishlarimiz bilan shu Yalqin Korxona boshqarish maslahatchilik ishchining liderini so'z taklif qilamiz. Qani baravat. Salam ekran oldidagi ko'rinmalar, salam naq maydondagi azizlar, hammanglarga men Zumrat xonimdan o'tliq salom, oliy ehtirom. Biz bugungi shu Şinjan Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatimizningki bevosita ko'rsatishida shunda bir qizg'in daqiqalik minutlarda birga o'tiribdik. Men mushu fursat orqali hammanglar bilan ko'rishganimdan shunda xursand bo'ldim. Shundaqla mushu munosabat orqali hammanglarga shu oldin olish, sog'lomlik to'g'riliq azroq bir bilim bera olish fursatiga ega bo'lganimdan shundaqla mulozimat sohasiga qarata shu azizlar bilan azroq o'rtoqlashish fursatiga ega bo'lganimdan nihoyat xush bo'ldim. Shundaqla mushu sahnani hozirlagan Şinjan Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatining lideri Gör xonimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Ben bekçik gap qilib aytsam, qaylasam, mas'ulun bütün gapning hammasini aloqishib deyapti-da. Shu bugungi bizning asosli maqsadimiz shu mahsulotlarimizni yaxshi tushuntirib, bizning shu ko'rganlarimizga shu mahsulotning asosli unimining qanday bo'ladiganligi, shuni tushunish maqsadida bu faoliyatni uyushtirib o'tadiq-ku. Shu men bekçik gap qilmayman, singlim bilan tashlab beraman ekan. Lekin meni deydigan yerim sal turibdi. Va shu deyapman deydigan. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, ko'rayotganimiz yanala Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatining Qashqarda bevosita ko'rsatilayotgan bevosita taqdid yig'inimiz mushaga hozir bo'lib o'tgan ekran oldidagi ko'rarman do'stlarga to'xtamay denzam finshan qilayotganlarga, to'xtamay iqtisodiy jihatimizni qo'llayotganlarga, shundaqla ekran ostidagilarga chin qalbimizdan salomlarimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa, mushu Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatining mush tasdiqiniga hozir bo'lib o'tiribdimiz. Unda bo'lsa, mushu bizning Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatining qurg'uvchisi Gör xonimni mushu shirkatni qurishdagi asosiy maqsadini, shundaqla mush shirkatga nim bo'lib, mushundaq bir muhabbat hozir qilganligidan ikki qiz kalima anglab baqqan bo'lsak. Ha, bo'ladi. Şinjan Yeşilgör Xalqaro Sovetchilik shirkatimiz qurilg'ili 1 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin taraqqiyotimiz intayin tez. Yani barcha korxonchilar deydi, yani siz korxonchilar bosadigan 3 yillik musofani 1 yilda besib etdingiz deb o'ylaydi. Endi men o'zim sog'lomlik kasbi kirgil 5 yildan oshdi. Men sog'lomlik kasbida o'yintinsiz terishyapman, izlanyapman, lekin o'zimning markasini va o'zimning shirkatini qurib chiqqanimga dal hozir 1 yildan oshdi. 1 yildan oshgan mana mush qisqagina vaqt ichida 20 xil mahsulotni ishlab chiqarib, keng xalq ommaga sundim va shundaqla 3000 dan ortiq vakolatchilarni va hamkorlashuvchilarni aqimizga tizib, shularning xalqimizning sog'lomligi uchun to'xtamay qana qilyapmiz, xizmat qilib kelyapmiz. Endi mening bu sog'lomlik kasbiga kirishdagi dastlabki negiz nima degan vaqtning o'zida endi meningki burunqi tariximni, qisqish tariximni so'zlagan bayonlarimda bor. Men endi o'zim Qashqar shahridan. Endi sizlar bu tafsilotini ba'zan bilmaysizlar. Men o'zim Qashqar shahridan, mushu mening dadam men 4 yosh vaqtimda olamdan o'tgan. Endi dadam tugab ketgili bu yer 26 yil bo'ldi. 26 yil oldida dadam tugab ketdi. Endi dadam shu vaqtning oldida 20 necha yilning oldida nayt pul topgan, nayt katta bir bay, anamız Qashqar shahriga hamma odam to'nig'idek nom chiqargan. Lekin salomatlikni dog' tikib qo'yganlik sababidan o'zining topgan pullarining hech qaysi dadamga asqatmadi. Shu vaqtdan tortib mening qalbim nimba degan vaqtda bu pul, bu yuz obro'y hech narsa jondan aziz emas ekan. O narsalarni topgan vaqtda salomat bo'lmasak, uni xajlashga, u bayashatchilikninki huzurini surishga fursat bo'lmay qoldiganligini men allaqachon tonib yetgan. Men shu vaqtlarda men aqlimni bilgidek bo'lib, endi qizlar degan bek dadaga muraq olamiz. Shu. Dada desa butun vujudlarimiz erib yig'laymiz. Men kichkimdan ashta bir uyga kirib yig'laydim. Mening nemish dadam yo'q, men nemish dadamga akil yemayman, men nim deb dada deb to'lyamayman. Deb shunda ko'nglim bek yerim bo'ldi. Shu vaqtdan tortib opam bizning shunda iqtisodimiz yaxshi tursa, nima uchun dadam davolatmagan? Degan vaqtning o'zida opamning bir yig'i savol. Ya'ni biz dadangni doktorxonaga olib borsak, allaqachon
kechikib ekanmiz. Ya'ni kasalning eng oxirgi bosqichiga berib qolib ekanmiz. O vaqt amal yo'q. Men shu chaq deb ketdim-a. Voy, u chaqda müşta sog'lomlik mahsulotlari yo'q o'g'imidi. Oldin ilish deydigan bir ufqum kallada yo'q o'g'imidi. Balki menda bir oldin ilish degan bir narsa bo'lgan bo'lsa, dadam kasal bo'lishdan burun o'zining badanlaridagi ahvollariga qanchamish diqqat qilgan bo'lsa, balki bizmi dadasiz qolmasdik deydigan bir xil o'y fikr bilan cho'ng bo'lgan. Endi u ishlar o'tib, endi men mo 17-18 yoshda turmushlik bo'ldim. Andan keyin opamning ikki do'sti. Mush qavziyat tufaylidan tuzish rak bilan olamdan o'tgan. Shu ish menga bek qattiq ta'sir qilgan. Chunki men ularning bolalari bilan birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Shu vaqtning o'zida men bir qavziyat degan bir kichik bir kasalninki vaqtdan-vaqt kelsa shundoq jonni oldiga ekanligiga men ko'zim ko'rib ko'z oldimda ko'rgandan keyin bu menga bek azob bo'ldi. Shu vaqtdan tortib to'xtabdi. Men sog'lomlik kasbiga otilmay. Men oliy maktabda o'qiyamagan bo'lsam-mu, garchi men cho'qim terisham, eng yaxshi holat qila olayman deb o'zim shu yo'lishimning qo'llab-quvvatlab berishi bilan oliy ozuqshunoslikda o'qidim. Andan keyin o'lab davolash kasbida o'qidim. Endi bu kasallarning eng ig'ir kasallar, masalan, rak kasallari deymiz, ig'ir kasallarningki bevositalam ro'yi kasali bilan intayin zich munosabatga, ya'ni ro'yi besimning ortib ketishi, ayollarning to'xtamay ichini siqishi degandeklar bilan har xil ayollar kasalliklari va har xil rak kasalliklarini keltirib chiqar ekan. Undaq bo'lgandan keyin men tal kishilarga xushallik ato qiladigan psixika besimini yengillataman deb psixikada o'qib davlat uchun darajalik psixik maslahatchilik inishkisini qo'lga oldim. Demak, men bu sog'lomlikqa boshchilab cho'kkandan keyin mana hozirgi Yeshilguyar xalqaro Yeshilguyar sog'lomlik shirkatini qurib chiqdim va xalqimizga Uyg'ur tibobitimiz dunyoga dangliq. Buni hammamiz bilamiz. Dal biz Uyg'ur tibobiti bilan birlashib, hozirgi yuqori bo'lgan fan texnikalar bilan birlashtirib, mana shunday sog'lomlik yemekliklarini ishlab chiqarish orqali xalqimning sog'lomligiga bir kishilik to'p qo'shib kelyapmiz. Endi xalqimmo shuni biladiki, kasal faqat va faqat ikki sababdan bo'ladi. Birinchidan badanda zahar ko'p yig'ilib qolgandan bo'ladi, yoki bo'lmasa badanda ozuqlik kamlab ketganlikdan bo'ladi. Endi jamiyatimizda doktorlar bo'lmaydi, lekin bizga o'xshash oldin ilish xarakterdagi, ya'ni sog'lomlik mahsulotlarini tutadiganlar bo'lmasaqmi bo'lmaydi. Chunki dal kasal bo'laman degandek, ya zahar yig'ilib qolib bo'lsa, ya badandagi ozuqliklar kamlab ketib bo'lsa, dal sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan bar shirkatga hammamiz dal badandagi ozuqliklarni to'liqlashga va badandagi zaharlarni vaqti-vaqti tozalab turish uchun mana mush xalqimizga nurg'unlagan mahsulotlarni sunduq. Mana mush orqali nurg'unlagan ig'ir kasalliklarni qana qila olamiz, oldini ola olamiz. Mening endi bu shirkatni qurib chiqish asosli maqsad shu, dal yaqinlarimdan ayrilib qolganlik tufaylidan ulardan ayrilib qilishning azobi jondan o'tganlik uchun shuning bilan mana shu oldin ilish kasbi. Chunki biz endi bu sog'lomlik kasb qildiganlar, sog'lomlik bilimlarini, sog'lomlik uchurlarini eng avval biz bilalaymiz. Nemiz kasallar nima sababdan bo'ladi, badanda qanday signallari bo'ladi, nimalarga diqqat qilish kerak degandek ham o'qimlarni biz birinchi olib o'rganamiz. Andan keyin biz o'zimiz ishlab chiqargan eng isil bo'lgan mahsulotlarni o'zimiz bosh iste'mol qila olamiz. Shuning bilan ig'ir bo'lgan kasalliklarning oldini ola olamiz. Endi biz bek ig'ir kasallarni davolay olmaymiz. Ularni endi doktorxona davolaydi. Biz faqat ashundaq ig'ir kasal bo'lishning oldini olamiz va shundaqla doktorxonaga kirib qilishning qana qilamiz oldini olamiz. Vaqt tejaymiz, nurg'unlagan jihatlarda. Nurg'unlagan vaqtlarda biz endi xalqimizningki iqtisodni tejab qila olamiz, vaqtni tejab qila olamiz. Yana bir oilaning sog'lomligini, baxtini, xushalligini saqlab qila olamiz. Chunki ayna bizning oiladan bir dadam yo'q bo'lganlik sababidan butun oilaning xushalligi o'chgan. Bir ömür dadı nadamatida yashab keldik. Shunaqmi emasmi? Demak, bir oilada bir odamning salomatligidan nasl chiqdi yoki bo'lmasa ig'ir bir kasal bo'lib qoldi deyli. Osh oiladagi barcha hammamizning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Albatta. Shunaqmi emasmi? Shu oilaning xushalligi yo'qaydi. Demak, dal biz oshining oldini ola olamiz. Xo'sh, undaqda shunday chiroyli qaranglar bo'ldi. Shunday chiroyli gap so'zlarni angladinglar. Demak, pul bo'lsa-mu, dapi dunyo bo'lsa-mu,
baylık bolsunmu, yenilam adamda sağlamlık, salametlik bolmaydı eken, hemmeni bir dodlan basırıp keteleydi. Şu an hoş, bu yerde deydiğimiz, biz məhsulat satmayımız. Biz pul tepişini asas kılmayımız. Biz məhsulat setişini asas kılmayımız. Fakat sağlamlık satımız. Sağlamlık deginimiz her bir ailenin, her bir qalbdoshlarımızning yurak jon to'miriq taqishadigan bir mazmun bo'lganligi uchun biz har birimiz har vaqt sog'lomlikni esimizda tutishimiz kerak. Sog'lomlik bebaho go'har degan gap nurg'unlab radiolarda, televizorlarda, yo'llarda deyilgan. Halbuki kelgan chog'da kiyimimiz butun, ninimiz to'liq, uchimiz nayt julaliq kiyimlar bilan o'ralgan vaqtda yanılam en ahırda berip taqaşqani sağlamlık bo'ldi. Sağlamlık degan modadan qoldigan kasb emas. Masalan, bir kiyimni kiysek, ertasi modadan qolishi mumkin. Bir uyni bir xil jo'ng shoqsaq 2 yildan keyin modadan qolishi mumkin. Bir mahsulot eng jiq deganda 3 yil bozor tepishi mumkin. Lekin sağlamlık mangu abad modadan qoldigan kasb emas. Xo'sh, undaq bo'lsa, nurg'unlagan do'stlarimiz ekran oldiga hozir bo'lib kelibdi. Muşu şirketimiz şunçilik coşurup rivojlanib ketishidagi eng chong bir omilni deb o'tib ketsam, şirketimiz qurilganga 1 yil aram bo'ldi. Lekin sog'lomlik sohasida Go'ar xonim izlanayotganga 5-6 yil bo'ldi. Bu ba'zi odamlar vakin sahnaga chiqiblam, dedim-ku men oldin qitimi 5 so'mlik rasmga tushiblam, uzun, tuzon, muzon, mazon olib ketadigan. Keyin surishti qilsanglar ya boshlang'ich seviye ya to'liqsiz aram püttümigen özünün imzasını bir qur yazar desa, özünün o'lim xitini joyida o'qiyamaydigan odamlar bor. Shunlashqa biz haqiqiy sog'lomlik degan bu jonnalida xato davolab qo'ysangiz odam o'ladi degan gap bu yerda. Bir mahsulotni saqta olsa pulni qaytirib bersangiz bo'ldi. Bir kiyim takas qaytirib bersangiz bo'ldi. Bir kiyim yarashmasa tuyliqsaq bo'ldi. Ammo adamninki sog'lomlikqa mos kelmadi, yana bir qiltimliq davolay degan bo'lmaydi. Shunga xo'sh, bu sizlarninki Yumurxon, mush Yeshilgo'ar sog'lomlik so'chak shirkatining qanday ro'yobga kelishiga sizlar bu shunda tujan qilishga sizlarning namoyandanglar bormi, g'olanglar bormi deydiganga men bir yig'iz gap qismoqchi. Desanglar, bizning mushu Yeshilgo'ar sog'lomlik xalqaro so'chak shirkatimizningki o'zi Yeshilgo'ar xonimninki, mush Go'ar xonim Yeshilgo'ar shirkatininki liderininki ozuqshunoslik kinishkisi. Shundaqla psixikadan davolab turib, mushu butun psixikalik ishlarni ro'yobga chiqarib turib, psixikasini davolab turib, maslahat beralaydiganga davlatlik 3-darajalik psixik maslahatchilik kinishkilari. Uningdan boshqa bu yerda hamma deb yurishimning hojati yo'q azizlar. Bizning sog'lomlik degan narsani og'zimizga liq chiqarib deyalaydiganga dalilimiz bor. Xo'sh, unda bo'lsa ko'rayotganinglar Qashqar shahrida bevosita taqiqlayotgan Yeshilgo'ar sog'lomlik so'd xalqaro shirkatininki naq maydonda ko'rsatilayotgan bevosita taqitishimiz to'xtamay degan zanfanshan qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Endi bizning shirkatimizning setish bo'lim direktorini bir maydon so'zga taklif qilamiz. Qani marhamat. Şirket kitaba ekrandan past o'tag'an barliq ko'rurmanlar. Bu shirkatimizga tava haqiqiy bu shirkat kichigandan keyin bu shirkatda o'zining bir kishilik o'rnini topgan, noyati o'zining shu naq maydonda shu Yeshilgo'ar sog'lomlik maslahatlari so'chak xalqaro so'chak shirkatininki shu shirkat nomiga vakolatdan bir haqiqiy gap qila oladigan bir singlarni o'tirib chiqishinglarni umid qilmoqin marhamat. Çünkü bu haqiqiy söz, chin söz, hergiz yodlavagan qoriqlarcha gap bo'lmaydi. Shunga men buni shirkatning o'zigimi demagan, naq maydon so'zga taklif qilinganligini shirkatga men xabar qilib qo'ymagan. Chunki haqiqiy, samimiy so'z degan yurakdan chiqish kerak. Yodlab bo'lib ikkinchi qurnimda aytdim. Desam o haqiqiy so'z bo'lmaydi. Shunga chin ma'nisidan haqiqiy so'z deyalaydiganlarning mush shirkat orqali noyab o'zining bir kishilik qo'lini mush joriy qildira olganlarniki sahnaga chiqib so'z qilib beqishga taklif qilamiz. Qani marhamat. Marhamat. Cho'g'itchi. Ekranı küçük ki, açıkken telefon buldu, hep belli.
Salam şu ekran oldudaki barcha izler. Hem şu bizden liderimiz Güher Xanım, Mihrimur Xanım, hem memnunum ki şu vaxtınlar xeyirli olsun. Men Şinjan Yeşil Güher Xalqara Soğutçaklık şirketininki hemkarlaşqıçısı hem setiş bölümü xadimi. Bu şirketki çıkışımdaki sebep məqsad bolsa, men şu Güher Xanım bilen şu şirketini bir tebriklep şirketiş üçün çıktım. Bu kız alman bir ay yürüyüş mesulatını menim şu zıngzıng son kesillikleri battı. Şununla bu kız aldı, men koңal kıldı bu mesulatını bir istimal qıp baxsaçtım. Şununla bu mesulatını istimal qılgandan keyin apamga berdim. Biz tuqqanlarımga içirip berdim. Demek en deslepten bu şirketning içiliş murasimini tebriklep çıklar şuna o. Onundan keyin sizlarga bir yürüyüş mahsulot soğuk qildi. Endi o'zlari ichib yaxshilangandek his qilgandan keyin Men Ravrus önümünü kördüm. Kögenden keyin apamga berdim. xo'sh. Yo'ldashimning azroq yurakda masala chiqqan. Onunğa yurakninki alimoperi evrişimni tanqiyağı endi keldi. Aşı mesuliyetini berdik. Bunun alayda önümü bo'lgandan keyin men hamda buni hammamiz bir aile kişiler ishgandek ishib atgan ekan. Buni bijdaldan asa qimmat bo'ldi ekan. Men tijoratchi ailasidan chiqqan bo'lgan ekan. To'g'ri. Endi buni vakolatchi bo'lib asam muvaffaqroq to'xtaydi ekan deb men vakolatchi bo'lib chiydim. Chiygandan keyin men 9-oyda vakolatchi bo'lib chiydim bu shirkatga. Vakolatchi bo'lib chiygandan keyin o'zimni alayda iqtisodiy qimmat yaratdim. Ondan boshqa nurg'un o'zimning yaqin do'stlarimni men ishondigan bo'lsin, mesela etrafimdagi bo'lsin vakolatchi qilib etdim. Chunki shirkat ishonchlik, mas'uliyatimizning unumi o'zimiz ko'rdik, ishonchlik. Endi o'lning oldida biz mat bo'lmaydiganligimiz uchun men ishonchlik holda bütün etrafimdagilarni avval boshlab iste'mol qilishim etrafimdagilarni vakolatchi bo'lishim o'zimning etrafimdagi odamlarni yig'dim. Endi hozir bo'lsam shu bozor ichib boshqa naildan vakolatchi qabul qilish hem iste'molchilarni avutish uchun shuningga tayyorlik qilyapman. Hem bu shirkatda endi iqtisodiy qimmat, Ravrus iqtisodiy qimmat yaratdim o'zimga. Haqiqatan da men bu uzun yil tijorat qilgan. Endi bayam aqasang deb o'tib ketgandek bu sog'lomlik mas'uliyati faqat oldini ilish. Hozir oldini ilishda bizning shu xalqimizning eng alayda ichilibdi. Burunqa o'xshash bekchiq tushundirib ketmasakmi, odatga chemberek chiqarib qo'ysakmi, shunday yaxshi ishtiklam voy mas'uliyat iste'mol qilib baqay ya ep baqay ya ma shirkatinglik vakolatchi bo'lay deb. Ham qas kunsi bir saylan deb o'tib ketdi voy bu sizlar Yeşilgör şirketidimi deb asib. Acaba hammaylar tonib ketibdi bu shirkatni deb başta dedi. Mas'uliyatlarimiz haqiqatan siz deb o'tib ketgandek bek unumi yaxshi. Xaridorning oldidimi bizni yaq qo'ylatmaydi. Shuning uchun men bu o'zim unumini ko'rib ham hozirmi to'xtatmay iste'mol qilyapman. Mana bu yil qishincha meni biladiganlar hammaylar biladi. Men shu so'nggi kasallik qo'zg'almagan holatda shunda bo'lgan so'g'a qildimi? Hem qishdan chiqdim. Şuna Şinjan Yeşil Güher Xalqara Soğutçaklık şirketini qurib chiqqan Güher Xanımga alayda rahmatim bor. Bu şirketga alayda mehrim bor. Men bu şirketda yaxshi bo'lgan natijalarga erishib bir taraqqiy qilib birlikda shu xizmatdoshlarim bilan shu ko'pchilikka sog'lomlik yetkazish tek ashta bir ulug'vor planim bor. Bir salomat bo'lsak. Mengu bu şirkette qo'l tutishib hergiz qo'yib etmay qo'lini, meninkini qo'yib etsinmi, men qo'yib etmaymish edi. Birga taraqqiy qilish arzuyim bor. Hem bu şirkette pek mehr muhabbet bor. Bir aylenga naati mehr muhabbet bor, ishonch bir saylenga bo'lgan. Her qanday jihatda qo'llash bir aylenga. Bizning bu liderimiz en avval şu ademiylikni oldin o'rin qo'ymas, ademiylikni oldin o'rin qo'yib, bu masalalarni o'zini deygilik, musibatni, shuni unumini o'zgarmaslikka men kafolatlik qilaman. Bundan keyin o'zgarmaslikka men kafolat qilaman deygilik. Endi mas'uliyatimiz yaxshi bo'lgandan keyin bunda bir qo'llashlar bo'ladi, hamma ish qilib
Bizning xalqimiz Ravruz qo'lladı. Bu mahsulotni ichib unumini ko'rgandan sirat Ravruz qo'lladı. Endi garxinimmo kichik bo'lsa-mo, o'zimmo bayamsil deb o'tib ketganda hozir qadar o'rganyotdi, bilim ilyotdi, izlanyotdi. Hamma istedodli bilimlik odamlarni etrofiga yig'di mana. Mana hammalarga ayon hamda ko'rib turayotgandek. Shunga bu shirkatning taraqqiyoti yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Taraqqiyoti menga buningdan bekamda guruhlashib kelsak ketimizki taraqqiyotimiz tuvalmaydi deb. Shunda ishonch bilan qadam besib, shunda ishonch bilan o'zim shu shirkatga chiqyapman endi. Rahmat. Bu Jungoning eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpuroq. Bu yer Jungoning janubiy dengizdagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy kirbikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamini klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda bir xil sirliq meva, noni mevasi o'sib yetadi. Jungo dori o'simliklar qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqalishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy ming divona ishqoriy qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Xinjiang Yeshil Go'har xalqaro so'tchaklik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeshil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeshil Go'har noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeshil Go'har noni enzimi Haynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ichilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq o'lchamlik echitish zavodida 8000 kvadrat metrlik meva yuyish, dezinfeksiya qilish va echitish sixida inchkilik bilan o'tkazilib, xalqaro o'lchamlik tozalash sixida tozalanib, oxirida 45 metr uzunlikdagi yepiq to'liq avtomatik aynak botilka mikrobsiz qochlash liniyasida o'rab qochilinib ishlab chiqarildi. Noni mevasi uzib bo'lgandan keyin 10 Bu Jungoning eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpuroq. Bu yer Jungoning janubiy dengizdagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy kirbikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamini klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda bir xil sirliq meva, noni mevasi o'sib yetadi. Jungo dori o'simliklar qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqalishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy ming divona ishqoriy qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Xinjiang Yeshil Go'har xalqaro so'tchaklik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeshil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeshil Go'har noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeshil Go'har noni enzimi Haynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ichilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq o'lchamlik echitish zavodida 8000 kvadrat metrlik meva yuyish, dezinfeksiya qilish va echitish sixida inchkilik bilan o'tkazilib, xalqaro o'lchamlik tozalash sixida tozalanib, oxirida 45 metr uzunlikdagi yepiq to'liq avtomatik aynak botilka mikrobsiz qochlash liniyasida o'rab qochilinib ishlab chiqarildi. Noni mevasi uzib bo'lgandan keyin 12 soat ichida pishiqlab ishlash bazasiga olib berildi. Noni mevasi zavodga kirgandan keyin meva yuyish, talqonlash, chilak qochalash, echitish, sherni chiqarish, mikrob o'ldirish, qochalash qatorliq 8 sixda qayta 5 qatim tekshirish orqali eng oxirida zavoddan qattiq hunar san'at tartibi bilan
yeshil, sog'lom bo'lgan yeshil guhar noni enzimi ishlab chiqarildi. Yeshil guhar xalqaro so't cheklanish shirkatimiz asosligi yeshil guhar va Abi Shifa markasida noni enzimi qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib, xaridorlarga texnik bexatar, sog'lom, a'lo sifatli sog'lomlik va o'riqlitish mahsuloti bilan ta'minlash uchun uzluksiz tirishmoqda. Yeshil guhar sop yeshil sog'lomlik mahsuloti va a'lo mulozimat zanjiri bilan iste'molchilarga sog'lomlik yetkazadigan ilg'or ideyalik ixtisosliklar yig'ilgan korxona. Yeshil guhar. Xo'sh azizlar, unda bo'lsa yana programmamiz qaytib keldik. Ko'rayotganinglar Yeshil guhar sog'lomlik xalqaro so't chekish shirkatining Qashqar bevosita ko'rsatilayotgan programmamiz bo'lib, hammanglarga sog'lom hayot ato qilish unda bo'lsa xo'sh. Amdiki navbatda aqchan hammanglar voy bu ilonken, voy bu gangoken, voy bu be setib chiqarishgan deb ketgan bo'lishinglar mumkin. Yo'q, unda emas. Bizning programmamiz sog'lomlikni elib mengishli bo'lib qolmasdan, yana nag'manava taqdumbaqlarimiz üzülmeydi. Unda olsa bizningki Atuşninki dağlıq dumbaqçısı, sazcı, yaxşı xuş avaz, xuş dumbaqları arqılıq şu Atuş xalqıga bir kişilik zoqunu qoşuvatqan dumbaq şahimizni sahneyi təklif qılımız. Qeyli mərhəmət. Onda o sənət numurlarımız asta körülüşki başlaydı. Toxtumay top-toplarınlağa, çembereklerinlağa hem bəhirləb qoyğan bolsanlar əzizlər. Ondaq bolsa Yeshil guharning fəaliyyətmiş aldığımızda tizıqlıq 30 tane altın üzgümüz. Bugün muş fəaliyyətdə başdan axır otdağan tələylik fınsalarımızga soğat qılındı. Mana nəx meydanda şu neçə gramlıq altın üzgümüz hediye qılındı. Şuna toxtumay deyənsən fənşan qıb qoyunlar. Top-toplarınlağa hem bəhirləb qoyunlar əzizlər. Bugünkü fəaliyyətlərimiz bək katta, bək nadir elib verildi. Şuna hemmalarının canlıq oturuşunu, şundaqla toxtumay pinglünlərini yizib duruşunlarını, şundaqla en nadir toplarınlağa, en nadir pınyoçöllərinin en başbətlərdə bugün Yeshil guhar qaynısın, əzizlər toxtumay pinglünlər, toxtumay çavaklar, toxtumay güldəstlər üzülmüsün. Qeni başlandı. 1, 2, 3. Xo'sh, unda bo'lsa, bugün fəaliyyətimiz texmi coşqun davamlaşıdı. Fəaliyyətimizdən yaxşı davamlaş üçün pinglünlər üzülüb qalıb olmaydı əzizlər. Fənşanlarını qıb durunlar, deyənsənlərini orub qoyunlar, çiraylıq söz ibarələrini yezib qoyunlar. Demək, sizlər bolğanda biz bolumuz, sağlamlıq bolğanda həmmimiz cəm bolalayımız. Sağlamlıq hər bir ailələrgəcə, her bir rayonlarca, her bir tınıqlarca başlansın. Her bir ailemiz sağlamlık, asayişlik işçide bolsun əzizlər. Hemmalarının altın tinanlar aman bolsun. Her bir işlerinler asayişlik işçide bolsun. Şuna bizni qollaş, sizlərinin məcburiyyətinlə, sizlərinin sağlamlığı yetkizиш. Yeshil guharning məcburiyyəti. Ondaqda dostlar, toxtumay deyənsən fənşanlarını qıb qoysanlar, muş deyənsən fənşanını en köp qılan dostlar en axır Xutayga chiqib turdi. Biz Xutaydagi tələlik abunentlarni tanlab turib, bugün Yeshil guhar sog'lomlik xalqaro so't chekish shirkati 30 dona oltin uzuk tayyor qildik. Xalqning gaz paz emas, shunchalik jonliq unda oltin yo'latgan shubakı deydigan bir emas. Haqiqiy 99'luk bizningki mushu Qashqar shahri heves altınçılığı alaydı qo'llagan 99%lik altın üzüklerimizni Şinjan Yeshil guhar sog'lomlik mahsulotlari so't chekish shirkati sizlarga hozir nazir qildi. Shunga to'xtamay fənshan qilib qo'yinglar, to'xtamay deyənsən urib qo'yinglar, to'xtamay yaxshi bo'lgan so'z iboralarini yezib qo'yinglar do'stlar. Sizlarningki qo'llashinglardan biz ayrılanmaymiz. Sizlarning qo'llashinglar bo'lganda bizning taraqqiyotimiz texmi zo'r bo'ldi. Unda bo'lsa dumbaqchilikni taklif qilamiz. Baymatchi. Chiqsin mayga? Ketdaylar dedi. Kelam. Chavak. Ha, azizlar, mana sizlarga biz hem Roy
ijtimoiy jihatdagi sog'lom xushalliqni olib kelish bilan bir vaqtda yana sizlarga nurg'ulg'an mukofotlarni tayyor qildik. Buning sababi nima? Buning sababi dal har bir oilaga, har bir kishilarningki o'zining badanida bo'layotgan har bir alomatlarga va har bir signallarga alohida diqqat qilib, vaqtida oldin ilib, vaqtida o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'lishini biz chin ko'nglimizdan umid qilgan sizlar uchun mana shundoq katta faoliyatlarni uyushtiryapmiz. Shuning uchun sizlarningki bizni cho'qim moslashib berishinglarni va mushu faoliyatimiz oxirlashguncha to'liq ko'rishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Dumbaq kapital. Tasodif bo'lsa qila ovoz chiqarishma bizdan. Ondan olsa, bo'lmasa, bundaq qilaylar. Dumbaq tayyor bo'lmagan bo'lsa, biz Ondan olsa bizningki shu Udum Media Taqtish Chekish shirkatining aktyori, shundaqla yosh ovoz artisti, shundaqla o'zining yaxshi ovozlari orqali Qashqarcha filmlarga ovoz berib, turda 10 Munavvar Vanxon mukofotiga erishgan. Shundaqla bizning Udum Media Taqtish shirkatininki yosh aktyori Baxtiyor Oqil apandini so'z taklif qilaman. Qarquyul likuy kabe. Gazet moch so'z qas uchun to'qalayman men. Gazet moch bir shu taklif qilib etdi, masalan, shu. Qara men so'zni akilay, amsa oldinda o'tdim. Bugun biz Yeshilgo'r, Shinjang Yeshilgo'r xalqaro soatchilik shirkatining bugungi faoliyatida mushtaq hozir va nazir bo'lib o'tiribmiz. Bayan bir gapni qildi-chu, men bir ochimiz Go'r xonimdan men ikki qiz gap so'rayamdi. Ayliqib, mehr muhabbat to'g'riliq bir gap qildi. Ben şu şirketke çıkıp nait özümde bir xil mehr muhabbet his qildim. Men bundan nimani his qildim desaz, sizning tushuntirishingizni ben azroq o'qidim-chu. Siz mehr muhabbatga muhtoj bo'lib ekansiz. Shunga siz o'zingizning abjorlik odamlarning hammasi mehr muhabbat bilan qonatildingiz degan gap. Men bu sizning mushroyingizdan qattiq ta'sirlandim. Shunga odam bo'lgan emas, boyaman deyishdik. Bu salomatlik bo'lgan vaqtida onundan keyin har qanday ishni qiloldi. Mayli pul topimiz deymiz, mayli oila qaylaymiz deymiz. Shu Go'r xonimninki shu sog'lomlik uchun, bizning shu xalqimizning sog'lomlik uchun mushunda to'kib qo'shayotganligidan gapning orasini qilsam bek so'yindim. Rahmat. Men sog'lom bo'lib ketmoqchimish patikimda qattiq. Bo'lib ketsin. Aytgasdan ilib chasan. Biz usulga Qanama bizning undasa bizningki shu naqshimizga bizningki aktyorimiz Nurqamar qizni naqsh o'qirish taklif qilamiz. Nurqamar qana. Tamam, dumbaqchimiz tayyor bo'ldi. Keling. Gel deymi? Ondan qizingmi? Haydiroq. Bilaman deyin. Eshaklam keling. Qaysi naqshni aytamiz? Sho'xlayla, hammaylar tang ayta oladigan bir naqshni aytdilar. Undas manda o'qiydi. Bog'im yo'q meni, ya chog'im yo'q meni aytamdi. Yeshilgo'harni yayramsiz degan naqshimizni o'qiydi. Hammamiz tang aytamiz, hamsa. Abayam qama Dumbaqdanki chiqmas qilik sabab azizlar, Dumbaq cho'qim bir narsaga tenkash bo'lmasa, yiqimsiz chiqib qoldi. Endi naqsh o'qiydiganlar bormi dedim. Men dedim, talant degan her qanday yerda o'lmaydi. Talant bo'ladigan har qanday ishimiz rivojlanadi. Mayli chappirilsam xo'sh, mayli amsa dedi. Unda bo'lsa bizningki yaxshi dumbaqchilarimiz, yaxshi sozchilarimiz, yaxshi ovoz artistlarimiz, yaxshi sog'lomlik elchilarimiz, yaxshi gapchilarimiz hozir bo'pti. Unda bo'lsa hammamiz tang aytamiz, va do'stlar. 1 2 3 Illa
Hemmimiz şunda çıraylık. Yeterlik ettim. 1 kilo oruq qildim ba'zi. Hammamiz mushunda chiroyli o'tiribdik. Bir chiroyli o'tirib sizlar jib qilmagan tizgandek, yuz ko'zinglar qamlashgan G'ozi Ahmed sizgandek. Xo'sh, shunda chiroyli mazmunlarni hozir nazir qilib o'tiribdimiz. Ko'ryaptinglar. Yeshilgo'r xalqaro so'tchek shirkatining Qashqarda bevosita ko'rsatilayotgan sog'lomlik programmamiz. Hammanglarning oltin tininglar omon bo'lsin. Har bir ishlaringlar osoyishlik ichida o'ssin. Unda bo'lsa, endi navbatimizda programmalarimiz sarxil, ya'ni 1 minutlik e'londan keyin yaxshi bo'lgan mo'l mazmunlar huzuringizga sunildi. 2 soat ichida pishiqlab ishlash bazasiga olib berildi. Noni mevasi zavodga kirgandan keyin meva yuyish, talqonlash, chilak qochalash, echitish, sherni chiqarish, mikrob o'ldirish, qochalash qatorliq 8 sixda qayta 5 qitim tekshirish orqali eng oxirida zavoddan qattiq hunar san'at tartibi bilan yeshil, sog'lom bo'lgan yeshil go'har noni enzimi ishlab chiqarildi. Yeshil go'har xalqaro so'tchaklik shirkatimiz asosligi yeshil go'har va Abi Shifa markasida noni enzimi qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib, xaridorlarga texnik bexatar, sog'lom, a'lo sifatli sog'lomlik va o'riqlitish mahsuloti. Bu Jungoning eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpuroq. Bu yer Jungoning janubiy dengizidagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy kirvikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamoli klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda bir xil sirliq meva noni mevasi o'sib yetiladi. Jungo dori o'simliklar qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqilishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy mingi divona ishqoriy qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Xinjiang Yeshil Go'har xalqaro so'tchaklik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeshil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeshil Go'har noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeshil Go'har noni enzimi Haynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ochilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq o'lchamlik echitish zavodida 8000 kvadrat metrlik meva yuyish, dezinfeksiya qilish va echitish sixida inchiklik bilan o'tkazilib, xalqaro o'lchamlik tozalash sixida tozalanib, oxirida 45 metr uzunlikdagi yepiq to'liq avtomatik aynak botilka mikrobsiz qochalash liniyasida o'rab qochilinib ishlab chiqarildi. Noni mevasi uzib bo'lgandan keyin 12 soat ichida pishiqlab ishlash bazasiga olib berildi. Noni mevasi zavodga kirgandan keyin meva yuyish, talqonlash, chilak qochalash, echitish, sherni chiqarish, mikrob o'ldirish, qochalash qatorliq 8 sixda qayta 5 qitim tekshirish orqali eng oxirida zavoddan qattiq hunar san'at tartibi bilan yeshil, sog'lom bo'lgan yeshil go'har noni enzimi ishlab chiqarildi. Yeshil Go'har xalqaro so'tchaklik shirkatimiz asosligi Yeshil Go'har va Abi Shifa markasida noni enzimi qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib, xaridorlarga texnik bexatar, sog'lom, a'lo sifatli sog'lomlik va o'riqlitish mahsuloti bilan ta'minlash uchun uzluksiz tirishmoqda. Yeshil Go'har sop yeshil sog'lomlik mahsuloti va a'lo mulozimat zanjiri bilan iste'molchilarga sog'lomlik yetkazadigan ilg'or ideyalik ixtisosliklar yig'ilgan korxona. Yeshil Go'har Ma azizlar, o'zimiz qo'llamsak hech kim qo'llamaydi. Bugan bir kun qo'limiz qopirib ketgan savol chalamiz. Shu maxsus chavoq qilamaykan, bo'lmasayliqqa shu internetga to'qmaslar. Maxsus chavoq, asli shishiga tosh qotirib turganmiz, mabalni chavoq chamaydigan bo'lsa, shaldir qilanga. Shunga chavoq bormi yo'q? Sen maxsus chavoq qilasizlar.
Başlandımı? Başlandı. Şok şokçum. Maça başa bağlı kopanda kopsa açın ona. Benim elde arabam Aktaylan betenimde Yetmez ki Aktaylan betenimde Yetmez ki Rahmat, sanatkarlarımızı şunda çıraylık nakşlarımızı teklif kılıp aldık. Nakşı degen bevosita aytilish bo'lg'achqa do'stlar, har qanday yomon qobil nakşlarni avval necha qitim loyin qilib olib, undan keyin sahnada yenik ovozda aytadi. Oldimizda mikrofonmi yo'q, shunchalik yirik, shunchalik yiqimli, shunchalik yovab furaqlar bilan kona qadimqi shildirlab suvlar iqiyotgan, shunda chiroyli qizlar o'rim chochlari bilan suvatda shunchalik go'zal mevalarni bir qo'lida qoplarni ko'tarib otlarni terib mengiyotgan atalarimiz pak diyonati bilan ketmanlarni do'lsiq atib, terlarni oqtirib ketayotgan yo'llarni eslab qoldik. Xo'sh, unda o'z san'atchilarimizga chin olqishlarimizni yang'irtamiz. Rahmat sizlarga. Shilgahirning sog'lomlik maslahatlarini yiqishtirib yurib ovozimiz sozolab ketdi-da. Müşahede bir iş kim kaptı aslı. Yani avval özümüz çıkıştım burun, ben özünü tanıştırdıgan bir Mana qilay, mana qilaylik. Nurg'ulg'an do'stlarimiz pinglin yezibdi. Mushu do'stimiz Abay dedingiz. Bu oruqladi deganda kutdi bir gapni qiliblar, naqsh aytib tushib ketdi Yumurxon. Undan bo'lsa mushu Qashqarda ko'z qilayotgan Yeshilgor sog'lomlik xalqaro sud chekish shirkatining Qashqarda bevosita ko'z qilayotgan faoliyatiga mush aziz mehmonlar kelibdi. Tushunib baqsaq bo'lamdi deydi. Undan bo'lsa bizning ko'z qilayotganimiz bo'lsa Şinjan Yeshilgor xalqaro sud chekish shirkati Qashqarda bevosita ko'z qilayotgan sog'lomlik programmamizga alohida taklif bilan kelgan bizning oruqluğucu çempionimizni bir ishkig'iz yurak so'zini deb bir ish taklif qilamiz. Qo'ydi barabar. Tişlikma. Sabasla. Başlayalım. Bunu gepne şimdi banda
Biz bu yer yodlab chiqmaymiz-ku. Biz Ya, bir iste'molchi. Shuning uchun bizda jiddiy ish bo'ladi. To'g'ri. Biz manda oldin tayyorlik bo'lmagandan keyin. To'g'ri. Degan bu faoliyatning barligini anglab, men o'zim iste'mol qilib boqqanligim uchun men o'zim shu yetib keldim. Degan qatnashish uchun. Menga bag'atma bermagan, endi men shu salonlarni ko'rib, Nima qilish kim ochalik Gulbog'ga yozgan chiqqanmidi hozir? Asas maqsad hamda ishchimdan rasmiy o'zimning o'shining unumini ko'rganligim uchun ishchimdan o'zim ham shu Go'ar xonimga rahmatimni bildirish uchun keldim demakdir, shunami? To'g'ri. Endi bu ishchimlikni Ya'ni men bir kurs beraymikin deb keldi. men buni endi pulg'imi yapmadim. Ashkan urug'tiqami? Iste'mol qilyapman. Endi bu mas'uliyatni men boshdan bu achammo bizani tuqqani, davrancham. Shu mas'uliyatni anlash bu achamizning tirikchilikni o'tab ketdik. Ama Yeşil Go'ar deb shirkat ishibdi deb endi biz angladik. Endi mayli biz tirikchiligimizda izdishammidik, ko'rishammidik. Barbara onun yağı men to'y qildim dedik, keldi, ko'rishdik. Onun yağı menda bu yoshdan turib menda zami 116 kilo degan sonneza bektas chiqdim. Jingni o'shtirib keraklar. Bu odatda aynek jingli. Kiloluk jingli tushmasa Oldingi daf'a yo'lda sap o'tirdi ishga olib ketgan jingni tushib ko'rganda silchib kela shu jingga. Ya bu jingga emas, qashin yo'lda ketib borsam, yo'lning o'tirishiga kutib kesilmaganmi to'g'ri yo'lda. Asli qassobning jingli ham keldi. Sen hozir men shu qassobning jingga tushmasam odatga jing paylamaydi menga. Endi men kunduz taraf tushsak, haq ko'rib qoladi deb aytgan tang'atgan xushxon chiqib tushayotgan jingga. Biroq İşte tas kabilim nesillik bir kaligine boğuzlap koymaptı. Şunu keştalar çıkmayayım emas. Şunun için Yeşil Go'ar'ın cahildim ne lan? Şundan tavsiye qilib qoldi. Xo'sh. Endi bag'al qo'ygan ki ish baqay. He. Bakalım ziyarozi yapıyorlar. Abi, bizning ishdim xili yaxshi, Artishgandan o'rnida. tamotim yaxshi. Shundan anishmagan. Shuning bilan bu ikki bosqich, ikki potilka qo'ydim. 20 gramdan Küçük koyulma işlemi başkalar. 20 gramdan debde hem de 30 gramda oynab qo'ydik degan kechada. Qani ichmagandan o'rinda men o'ynab qo'ydim. Bakalım qo'ygan degan. Çekim kagedeki bilik gözü kirelip de. Bunun stakanları Ma bek javozim kelgan. gülüş Mana Bunun stakanları bek keptikin tizmapta. ya stakanlar bu. Ganxo. Gang Ya şunun bilan be ediganda 30'ni kechda 30'sina oynab bir oy bo'lganda endi ba'zida bozor chiqsak yaragan narsani 4x deydigan topib qololmaydi. Besini ko'rib o'tan. Pomzek. Mushunda bizni ediganda kechda. Bunun endi o'liqqa Demek yoqtuğan nesil keygil bo'lmaydi. Kela bo'lmaydi ekan. Torda alsaq belikasi yotganmigan. Shunda bo'lib shuning bilan ey deb pushaymon qilib o'tiribdi. Mush endi 45 kun ishdim to'liq. Xo'sh. 96 degan jingga tushibdi. Wow! Endi maqtay desam, men o'zim mo'ljallagan 70 va 80 ga tushamagan ekan. Bergan ekan bilguji berib, ajib 3 bosqichni nima berayotgan. Men bir tavsiya qilay. Dedi ishchi meni bir kilometr deb 3 bosqichlarni ichib ketib. Mana 85 kilo. Hozirgi yig'irliqim Endi model yig'irliqqa kengil turiblar. 85 kilo. Hozir bilgansak 13 kun bo'ldi, to'xtatdim. 13 kun bo'ldi, to'xtatdim. Menda bir keyinga yenib ketish. Bulamdı. Lekin bu ishtiyim tutmayacağım mening. Nay deb turaman da lekin. Demek işlayımın üstünde istimal o'xshash. To'g'ri. Mesela 10 necha kun to'xtatish jarayonida keyin yenib ketish bo'ldimi? Yo'q. Men izchil edigani qopsam bir ening qaylagandek bir jing tushpaqdan bo'lib qoldim hozir. Asosida ishlatgan narsa dal shundoni enzib ichimlikka tushunami? Mushning bilan mening ma jigarni qismi yaxshi emas. Yana chiqarib qo'yib qo'ymaydi. Ondan bu maslahat so'rsak. Uyga madam chiramay to'g'ri. Uyda hech kim Tosh shirkatning odamlar ishlangan kudratdan Taksichilar ish vaqtida o'chirib turdi insonlarda. Mana shu jigarni qismi yaxshi emas ekan. Xo'sh. Bir jigarni yaxshilaydigan bir tablet qana. Unda yaxshi pishimni tuzmaydi ekansizlar. Zilvatenimiz kelsin. O'sha zilvatani kelsin. Yaxshi. Yaxshi narsalar cho'qim tizib Yaxshi narsalar maxfiy qolmasin. chiqish kerak-da mana. Zilvatdan ko'kchechakni birlashtirib ishgan. Mana birlashtirib ishdi. Kimda qo'ygan olib ketdingmi? Yasa o'shaldimi? Yo'q, Ravrus tugida. Faqat bir taqilibdi.
Anam tugida. Şunun bilan abi ayolum so'rab turdi, pat-pat laba urib turdilar, uxlab ketdi dedi. Hozir qizil chiroqda tug'magan ekan deyman. Hozir Ayolum güne küçütkende ha. nima bo'pti men? Akuratda. Ha shu pat-pat endi kechtimchi qolganmaydigan bo'lib qoldim dedi. Ha bo'ldi. Yaxshi. Mushkil masalalarni ishiltib. Asli har qitim yerlik desak to'lab qo'ydik keladi aslida. Shu endi Mushkil mahsulot asosli. Nima qilgan? Endi mushu osh zilvatimni yaxshi edi, mush ko'kchechak ham asosan hozirgacha ham o'tikilma opamlar ham ishlatyapti. Bu masalalarni haqiqatan men o'zim yaxshi ko'rdim. Chunki menda burun mushu sportlik masalalarni iste'mol qilsam zadi. Birinchi bir islamishga ma'zum zat qip qizildan bedellarni qo'zilib ketdi. Boyliqqa Jojin Goming deydigan-ku. Ha. Sport ishlab chiqarish moddasi jigarning faqatlam yo'qdi. Menimki shu qadar iste'mol Fışa iste'mol qilgandan keyin endi menga gapni gajlashib qo'yapman, endi tayyorlab olmagandan keyincha Yo'q, men ekran oldida ko'raman do'stlar, to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Endi kasbiy odam bilan odatlik odamningki farq bo'ldi. Qushqash olsun, qassob so'ysin degan naqlimiz bor. Men odatda har qanday riyosetchilik qilsam va har qanday bir programmada qatnashsam, shu atrofimdagi odamlarni tayyorlab qildirmayman. Nimishqa bu yodlab olgan gap degan 3-quruq kelgan chog'da, "Ne bo'g'ida?" deb biqiniganimni so'rab adamni lavz qiladi. Ham unda gap chin ma'nosidan chiqmaydi. Bo'lsa tayyorlab qilmasa, men so'raydigan savolga shu pakiz egillarini kepsim jo'g'ishdi bo'yalari juplam kasira, aytganlik deydigan gap men shu yerda so'rayman, voy bir deb basirolmam dedi. Deb bergan gap hargiz astoydil chin ma'nosidan bo'lmaydi deyman. Demak, mush yerda degizmasligim sababmi? Mush savolni men hozir naq maydonda so'radim. Naq maydonda javob beryapti. Shunga ham ishda bo'ldi do'stlar. Hammanglarning to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Shuningdek, shu maslahatni ishlatdim. Xo'sh. Undan keyin 2 oy o'tgandan keyin bizga ozroq bir ashta majbur bir tamoq sovrini bo'lib qolganlik uchun ham shu yerda shu sport qishimda iste'mol bo'lib qoldi. Aqillar bilan. Ama majbur bo'lib qoldi ekan. Alara o'zaro zo'rlashgan ekan, o'zaro bir-biri ko'ngil qilishib qoldi. Yo'q demaydi ekan, biz yoq desak xodimdan so'may chiqqanmi deydi ekan. To'g'ri. Shuning bilan endi akishgandan bu yava lanalam tang deb qoldi qashqalab qoldi. Shu sababdan qildik, unga men hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Demak, burunqidek anda qizirib, badan qizib ketadigan bir aram bo'lishi. Normal ishib ketdi. Normalda sizlik holatda chiroy. Endi asosli buningda bu ko'kchechakning asosli qavatini deyishlik maqsad nima desa, jigarning xizmatidan haqiqatan bak yaxshilaydi. Chunki nima qilganda jigar akadan chiqdi deganda ekan shu butun yana chang'ur turtilgan ish chiqadi shu. Mana shundan olgandan keyin shu bu jigarning xizmatini yaxshilaydi. Nonining asosli hamda bizga bo'lgan nimasi biz hamda birodarimizdan yaxshi so'zga taklif qilib oldik, ichida gap so'zni ravrs qilib oldi, yaxshi gap so'zlarni qildinglar, singlimni dedigan. Bizning asosiy qismda so'ramoqchi bo'lgan gap nima desa, sizning rost ishlatib, rost haqiqiyni so'zlatish. So'zladinglar, rahmat, jafo chekdim. Demak, men shu so'zlardan shunday anladim. Birinchidan sizlar o'zlari avval bir ishlatib boqay deb o'ylar, shundaymi? Ikkinchidan, buni ishlatgandan keyin kun eg'irliklar tushishga boshladi. Uchinchidan, oy to'xtab turib, bundan chiqib ketib, keyfandan qilamdi, ya'ni to'xtab boqlar. Yana hech qanday keyinligini ish yo'q. To'rtinchidan, tuyuqsizlan buni tajriba qilish emas, tuyuqsizlan bir so'ringa berib, g'izalanish jarayonida, g'izalanish odatiy burunqidek ritmsizlashganda yanada hech qanday binormalsizlik ko'rilmadi. Shuning bilan hozir qadar ishlatib kelyaptilar. Demak, Yeşilgöl Xalqaro so'tchilik shirkatiga alohida rahmatni bildirish uchun keldi deb o'yladim. Alohida rahmatimni bildiraman. Bu tabrikni bersa bo'lsa. Bunu berversen nima desam shuni beraman. Endi men gapni qilib o'tib ketib qoldi. Men boshida dedim-ku. Mushunda yosh bolalar o'ziga faqat diqqat qilmaydi ekan. Bu bana hech bek kichik, endi mening inim Nevrufkam deymiz rasman. Uzoq mezgil olgan ko'rishmagili. Lekin endi to'yda ko'rib qarasam beksa samirib ketibdi. Shuni men desam, men og'riq qilsam, og'riqlamayman degandikan, to'xtabdi. Mush ichib bir önümünü ko'rsin. Chunki men bosh dedim-ku. Bu iqtisod u boshqa narsa deganda biz topqil bo'ladi ekan. Lekin mushundaq deb vaqtini o'tkazadi, yoki bo'lmasa sal qaraydi. Shuning bilan ig'ir bir oqibatni keltirib chiqardi. Men hatto ishxonamga bir qavziyat bemorlar kelgan bo'lsa, sizda qavziyat bormi deb so'rasam, ba'zilar qavziyatning nima ekanligini bilmaydi. Yo'q, men bu qimmatgan deb 100 ko'ylik mahsulotimiz olmay chiqib ketsa, men sovuq qilibman. Men davomli sovuq qilibman. Bo'ldi, men ishchim.
Siz Çünkü qavziyat sağlamlıqqa ko'ngil bo'lish uchun. Bak qavziyat bo'lgan holat bilan qavziyat bo'lmagan holatni bir farq qilsin birinchidan. Ikkinchidan u kasalning keltirib chiqargan kasallik ahvolini men bilaman. Ular bilmagan bilan. Buni mahsulotni bergandan keyin ular qanday qildi? O'zi ichib, unumini ko'rgandan keyin men qaytim iste'molni shakllantirdi yoki nurg'ulmagan xaridorlarni men tanishtirdi. Mening az kichikgina bir yaxshi ko'nglim. Demak, endi bu bo'lg'imi shu. Buni men bətsəm bu hazır yaş, canının qədrini bilməydi. Biz bunun qova qarasan, manda bulaversən, semizliknin aygeçmi kesellikleri bekçi, qan kesili olub qalırsa, jigiran bayqabız, jigar qatıdı, ma canını alıdı desek, bu taq timen olsam, dəvirdi canını ağıcı men yaşayman dep oylab, sel qaraydı, dəl aşında. Dəl man işkendiki qanaq qıldı, zılvalaşdı, aynı bayam qadek özgürüşlər bilgendikin. Endi qanç pul desem sata alayman bu. Şundan emasmi? Chunki bu qimmatni bildi. To'g'ri. Bizning maqsadimiz shu. Men Yeşil Guyardagi barliq xizmatchilarga tavsiya qilganim shu. Bizning birinchilab o'ylaydiganimiz cho'qim boshqalarga qanday qilish, manfaat yetkazish. Biz birinchi bo'lib sizlar mol setishni qat'iy xiyolingizga kirgizmang deyman. Naq maydonda demaylar o'tiribdi. To'pdim shu gapni davomli tavsiya qilman. Bizning maqsadimiz boshqalarning masalasini hal qilish. Hargizmi ularga mahsulot setilish emas. Dal biz ularning masalasini hal qilgan vaqtimizda bizniki ash qilgan qilmishimiz bizga hasilab qana qildi kirim yaratib berdi. Pul degani topa olamiz. Hozir pul topadigan turlar shundoqchiq. Endi bir jinimizga bir jin tomoq yeydigan jinimizga unchalar ko'p tepib olish emas, haqiqiy turda qana qilib sog'lomlik uchun xizmat qilish. Pulni topamiz zamonimiz. Cho'qim topamiz. Turmushga turmush bo'lgan cho'qim pul topmasak bo'lmaydi. O Gör xonimning asosiy maqsadi pul tepish emas. Pul tepish bu maqsad, lekin haqiqiy maqsad pul tepish emas. Nima uchun? Chunki Gör xonimning beshdan nurg'un so'roqlar o'tdi. 4 yosh vaqtida ota-onasi statusdan ayrilib qoldi. Uningdan keyin onasining do'stlaridan ayrilib qolganligi uchun menmo shu pul tepish hamda hammamiz turmush qurayotgan keyin cho'qim pul lozim bo'ladi. Pulni asos qilmay xalqimning sog'lomlik uchun Aşındaq məsələn özü bayam deyişdik qoy məsələn özümüzdəki heç qanday ahvalni heç qasımız bilməmiz, düşünməyimiz. Hazır mən sağlam deb yaşayıramız. Lakin şu çağda tutqa vaxtida hey isit aşından bir yutum içib baxsam jo deydigan ideya kelib qalmız. Demək nima deganda Gör xanım sağlamlıq üçün ko'ngil bo'layotgan haqiqiy bir inson deb ta'riflash bo'ladi bu yerda. Şimdi bu jigarning ahvolini bayam deb o'tdi. Jigar degan o'zi bir gajaza. Onunda biz haqiqiy bir kasallikni bayqagan vaqtda ya jigar rak bo'ladi yoki bo'lmasa jigar qetish bo'ldi. Onun aldığın nima ahvollar yuz berdi degan vaqtda eng oddiy alomatlari deganda qopqa vaqtimiz og'zimiz loz qopidi, bedellarimiz ig'irlashidi, ozroqli ish qilsak charchaymiz. Anandan keyin ashundaylik uyqusizlanadigan nurg'ulg'a ahvollar, choch moylashib ketish, ashlarning hammasi jigar iqtidorini tuvallab ketgani. Yana andan keyin ashu hammalar tirnoqinglar qarab baqsanglar bo'ldi. Tirnoq rendilanib ketgandek tuz siziqlar paydo bo'lib ketadi. Demek aşılarının hammasi jigarning chekinayotganligi, jigarning iqtidorini tuvallayotganligini ifodasi. Lekin biz bular nima deb o'ylaymiz? Men charchab qolgan o'xshayman. Xizmat besimim ishib ketib qolgan o'xshaydi deb o'zimizga o'zimiz doktorlik qilib, diagnoz qo'yiblam jurilaveramiz, oldin olmaymiz, shuning bilan bu ig'irlashib, jigar rakini, jigar qetishni keltirib chiqardi. Endi bizning Dunyo Səhiyyə Təşkilatida 2025-yilga kelgan chaqda har 4 odamdan bir odam rak kasali bo'ladi deb diagnoz qo'yilib bo'ldi. Hozircha Çünkü bu tədqiqatçıların hamısı davamlıq müşündaq son sıfırlarını çıqırıb durdu. Bu xil jigar raklar qaysi rak degan vaqtda birinci ashqazon raki, jigar raki, o'pka raki. Demek her 4 odamdan bir odam uch rakning birisi bo'ladi deb hozir e'lon qilinib bo'ldi. Undaq bo'lsa bu son hamma odamni cho'chitadi, qo'rqitadi. Undaq bo'lsa bizning hozir hammamiz telefon o'ynaymiz, salomatligimizga diqqat qilmaymiz. Shuning bilan jigarning xizmati intayin chekinib ketib bordi. Ondan keyin hozir turmushimiz taraqqiy qilishiga ergashib sirtlarda mashinalar intayin ko'p, istuteklar ko'p, undan boshqa uylarni har xil posillar jangshu qilib, ularning puroqlari bizning o'pkini zaharlantiryapti. Ondan keyin hozir hammamiz ochiq-chuchuk, ananki pishqishil ishlangan yemeklarni bek ko'p iste'mol qilamiz. Buningdan oshqozon yallig'lanyapti. Demek dal 4 odamdan har bir oshqozon raki, yo jigar raki, yo o'pka raki kelib chiqadi degan ekan. Bu gap bizni haqiqatan qo'rqitdi. Endi bugungi faoliyatni qilishdagi asosiy maqsadmi dal mana shu keng xalqimizni mana shu oltindan iborat iqtisodiy qimmatga bog'lab turib,
mahsulotni bir qitim setib chiqarish orqali shular bir qitim mahsulotni iste'mol qilgandan keyin dal mana shu inimizga o'xshash bizni izlab kelib o'zining salomatligiga bir ko'ngil bilsa, yaxshilangan holati bilan yaxshilanmagan holatdagi o'ttirdagi bir farqni bilsa dedik. Bu mahsulot ularga oldirmaylan berib tujam qilsak, ammoq ta'sga. Sen 1300 ga mahsulot setib olgan bir tal oltin uzuk so'qilmasam, ham mahsulot oladi ekanman, ham oltinga erishadi ekanman deb adganning ya tushgan zakoslarninki soni uzilmaydi. Hozir mana shu naq maydon telefonimni qarab tursanglar bo'ldi. To'xtamay zakos so'rayotdi. Mana qaranglar. Faaliyetlik malıyla olay, faaliyetlik malıyla olay deb. Mashada mening bir yig'iz gapni qilib. Ekran ko'rsanglar. Ma ekran ilib bilan boraylik bo'lsanglar. Ekranga men. Pulni ichib beraymi ya? Ya, pulni açmasan olur mu? Ko'rdingmi? Mana zakaz, mana ko'rdingmi? Qator zakaz, pakaz, fotos. Demek endi nima degan vaqtda inson davomliqlab iqtisodni birinchi o'ringa qo'yib oldi ekanmiz. Men dedim bu salomat bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz bu pulni topqili bo'ladi. Nimasidan chit? Bu sen arıyor. Sen yo, arıyorma. Arıyor ar. Mana. Qardoshlar qaylarga mana mazakasini beringlar. Qaychi? Mana, ko'ringlar. Demek mana hammamiz davomli iqtisodga bog'lab oldik ekanmiz azizlar. Sizlar sog'lom bo'lgan vaqtinglarning o'zida bu iqtisod deganni topqili bo'ladigan narsa. Mal setib bor deb ko'ringlarmi? Shu asas nima o'zining sog'lomligiga ko'ngil bilgan barliq odamlarning hammasigidek zakasini to'xtamay tushirib o'tadi degan. O'sha yerda mening bir yig'iz gapni qilgim kelib qoldi-chu. Ha, xo'sh. Bu ma go'har qiz, mana buni bergan buningdan. Manda chiqib ketqaqtidan. Men endi ko'nglimda nima deb o'ylagan deganda, buni iliq ichgandan keyin iliq o'rug'litish deydigan bir ideya borda. Nurg'un iliq haqida o'rug'litish mahsulotining hammasi nima deganda o'rug'latgan ichgandan keyin iste'mol qilgandan keyin bu o'rug'ladi degan bilan, lekin keyin yenish ulab ketib, uningdan necha ulab ketadigan bir ideya, hatto ideya iliq kallimizga manda o'rnab ketganligi uchun deb men buni uy qo'yib qo'ydim buncha. Uyga tekchik tizib qo'ysam, men onam ko'rib buni ichibdimda. Men buni ma necha vaqt yozib mendan so'rab qanday qildingiz debdi, men javob bermagan. Onam ichibdi, munchalik qopti, voy opa bu ichibsan-ku deb shunasam, voy balam ishni ichdim, ichgandan yog'zi endi. Men yosh qicho'ngilda. Bularga o'zgarish nima deganda, mening onam 55 dan ishib qoldi. Yosh qicho'ngilda bularga avval nima deganda, etdeganda boshqa ish tetiklashib ketadigan, ruhlanib ketadigan bir xil ruhliq qopadigan. İşte bir xil oyoqlarim yengil 40 yosh altimdagidek manda holat kelib qoldim degan bir gapni qildi-chu. Shunlar onkin bu G'ar xonimning menga bagini asla ras haqiqiy mahsulotga deb men deb degandan tartib ham dosta boshlab ketay deb o'yladim men. Sinfda olay deyishni o'ylashdim. Aya bo'lchatda qilib. Undan keyin men bir narsa so'g'im keldi-chu buningda. Bu noni degan zot nima? Ha, bek yaxshi bir savol bo'ldi. Endi bu noni degan bu bir issiq belvog'da o'sadigan bir xil meva. Endi o'zinglar bilasizlar, har qanday bir meva shixidan tushgan chaq sesiydi. Lekin dunyoda birdan bir sesimaydigan o'zligidan shu qarishtirish kuchini oshiradigan narsa dal noni mevasi. Bu noni mevasini olimlar 2000 yil burun nim qilgan. Tadqiq qilgan. O vaqtda bir qabila oldu ekan, u chaqda Jungulliqlarning o'ttirch yashash umri 40 necha yosh ekan. Shu vaqtda bu qabilaninki 120 yoshga. Shuning bilan bu uzun umr ko'rganlarni hozirgacha davlatimiz tadqiq qildi. Sen zot nima uchun uzun umr ko'rding deb bularni tadqiq qilgan vaqtda turmush hayotning hammasi bizlarniki o'xshaydigan, faqat va faqat o'xshamaydigan bir narsani topgan. U bo'lmasa noni mevasi. Dal bu noni mevasini ular davomli iste'mol qiladi. Undan boshqa ner yaralansa shu yerga surib kasal davolash ishlatilgan. Anondagi olimlar bu mevani tadqiq qilgan vaqtda buning tarkibida 227 xil ozuqliqning borligi, ya'ni odam badaniga eng zarur bo'lgan. Anondan keyin buningki badan kirgandan keyin qarishtirish kuchini intayin oshiradigan immun iqtidorini yuqori ko'taradigan bir alohidlikni bayqagan. Demak, men eng boshida bir qaytim gap deb o'tdim. Kasal ya ozuqliq kamlikdan ya badan zar ko'p yig'ilib qolganlikdan bo'ldi. Unda qolsa bu nonininki dal ayna badanda ozuqliq to'liqlaydigan va kasal qarishtirish kuchini oshiradigan ana shunday alohidlikni qaytaradigan. Yallig'ni qaytaradigan. Demak, bu noni ichimligi degan haqiqiy o'simlik javharidan ilingan ichimlik desak bu bir meva. Ha. Endi bu mevaninki men boyam deganda 227 xil
alaylik nima ozuqliq modda bor. Onundan başqa bu meyve tuğan sırı güçləndiken. Bu tuğan sırı güçləndiken bunu her yukarı mikroskoplar teşkilge vaqtda bunun tərkibində heç qanda bakteriya, mikrop tapamaz. Qarmaqar şeklində bu narsa. Dəl tuğan şunun bilan biz yeşil göyər bu nonini 560 gün təbii içitqandan keyin ishlab chiqadi. Demak buni iste'mol qilgandan keyin uskunutlab bevosita qon qo'tadi. Oshqozonni hazm qilish ajitsiz. Qon qo'tgandan keyin buni iste'mol qilganlarning hammasi bu qonni shiddat bilan aylantirdi. Ya'ni qondagi har xil qon nokchilari, qonni turib qolgan axlat mayli. Masalan, daryolarga iqin suvdan biz kesib butun narsa iqitib ketganga o'xshash, dal buni iste'mol qilgan vaqtda qonni tozalaydi. Anandan keyin bu enzim degan gapning o'zi nima degan vaqtda bu odam badanida bo'lmasa bo'lmaydigan bir xil modda bo'lmoqchi. Bu bag'azir 30 yoshda oshgandan keyin har qanday odamning badanida enzim kamlab ketadi. Enzimning kamlashining o'zi kasal bo'lish qarab mangding degan gap. Dal biz 30 yoshda oshgandan keyin xuddi biz bir mashinadayli yoki bir uy joyini ishlataversak qana qildi? O qoraydi, o eskiydi. Dal biz a'zolarimizni aynan 30 yilni ishlatgandan keyin bu qana qildi? Keyinlik chekinayotgan holatda dal bu noni enzim bizning badanimizdagi bir qora ishchi. Yani sizningki ichki a'zoyingizdagi barliq a'zolaringizning xizmatini asliga keltirdi, jonlantirib berdi. Shu opingizdagi ruhlanib qilish, tetiklanib qilishning eng chong alaylik shu. Anandan keyin badandagi zaharni tozalaydi, yolliq qaytirdi. Jigarninki kunda 500 xildan ortiq ozuqliq ishlab chiqarishga alayli yordam berdi. Men bayam dedim, jigar badanga kirgan har bir ozuqliqni badan qabul qilaligidek holatda tekshi holat turga ayirib turadigan mana shunday bir a'zo. Hem badandagi zaharni tozalag'uchi. Hem jigardan chatoq chiqdi degan gap hayotimiz xavf quchqidi degan gap bilan o'xshash. Zahar badanga taqovatida degan gap-da. Shuning uchun bundan keyin alayligi shunda bo'lganlik uchun zodi har qanday bir xaridorimiz iste'mol qilgan vaqtda bizga minnatdorligini bildirmay tura olmayotdi. Anandan keyin hozir davlatimizmi oldin elish kasbini eng oldi qo'yibdi. Bizden devlet reisimizmi çoğum davalashdan oldin elish muhim deb bizga mushuni ta'kidlayotdi. Demak biz davlatimizdan mana mushu chaqiriqlarga aktiv ovoz qo'shish bilan birga mana mushu barliq kishilarningki oldin elish xizmatiga alohida ko'ngil bo'lyapmiz. Demak, mana mushu noni cho'ngdan kichikcha barliq kishilarningki ozuqliq to'liqlash va badandagi zaharlarni vaqtida tozalab turishga alayda manfaat qiladigan eng esil ko'zir mahsulotning biri. Esil mahsulot bo'lmasa u yeb chatoq chiqadi, hammamiz bilamiz vallah. Naq maydonda hozir men bu yeb baxtim. Yana birisi iste'mol qilib beqishini. Men yana bir so'rni sorg'im keldi. Sizda masalan bu nonini masalan bu ham duduq badanlikdan zaharni tozalaydi duduq. Hamdalik odatda yoshqi cho'ngilda har xil kasalliklar bo'ladi. Chunki biz bayam deganga o'xshash biz 5 yildan o'zimizning sog'lomligiga ko'ngil bo'lmagan. Nima uchun ko'ngil bo'lmagan? Qo'saqqa chiqqanda vach yeb olamiz. Kunduzda et deganda nashni yaxshi qilmaymiz. Biz sog'lomlik degan nima? Shu et deganda nashni yaxshi qilmaganliklar bu sog'lomligimiz keyinga chekinadi degan gap. Kech o'g'anda kechni kech demay tomoqimizni jiqirab yeb olamiz. Oshqozonning xizmati nacharlashadi. Buningdan qon besim, qand kesili, yurak kesili qatorliq ig'ir bo'lgan bir kasalliklar paydo bo'ladi. Ama bu noninin asas soruşumdaki maksat nima deganda buning masalan ajında qon besim, qand kesal masalan nurg'un bir narsalar mahsulotlar qon besimga mos kelmaydi, yurak kesaliga mos kelmaydi, qand kesaliga mos kelmaydi deydigan bir nimasi. Bu har qanday mos kelamdi yoki ashuna kasalliklarga mos kelmaydi. Endi men bayam deganga o'xshaydi bu qon aylanishi rivojlanishi to'g'andan keyin qon qo'yuqliq, qonda may, jigarni may qaplash alayda manfaat qildi. Undan boshqa biz yeşil gövər noni enzimdanki tarkibi bo'lsa 90% noni mevasi, 5% ochiq kava, yani 5% jemingzi deb bir xil o'simlikni qatdik. Buni qetishki maqsadimiz nima degan vaqtda avu kugwa, yani ochiq kava diabetning birinchi dorisi. Ondan keyin jemingzi degan mush badandagi butun to'solg'ularni ichib kirishga alohida yordam beradigan bir xil o'simlik. Biz bu ishni buningga birlashtirish orqali qonni jonlantirib, masalan, qon besimga, diabetga va har qanday kishilarning iste'mol qilishiga tamoman mos keladigan holatda ishlab chiqardik. Qon yurishgandan keyin cho'qim qon kasal hammasiga foyda qiladi. Chunki endi kasal boshlangan vaqtda har xil yuqori uskunlar bilan tashkisak chiqmagan kasal qondan chiqadi. Chunki kasal birinchilik qonda bayqiladi emasmi? Dal bu qonni tozaladi, qondagi axlatlarni tozaladi, jigarning iqtidorini yaxshilagandan keyin andan keyin kasallarmi barbara yaxshilanishga boshlaydi. Endi siz bayam deganga o'xshash qonda may,
Şu qan kesli, qon besim degan kasallar saqaymaydi. Odatda doktorlar ham saqaytamaydi. Ular qanday qildi? Doktorxonaga yotoq kirgandan keyin bular oldin elib, tizginlab qo'ydi xolos. To'g'ri. Dal endi biz mana bu mahsulotni iste'mol qilib turgan vaqtning o'zida osh kasallarningki agashma kasalliklarining oldini olish bilan bir vaqtda yilda necha qitim yotoqda yetib qolishdan iborat ana osh ishning oldini olib bo'ldi. Mush mahsulotimiz ishganlarning hammasi ashtaqdaydi. Men bu yillikda va yotoqda yetib boqmadim. O'tganda bir qozoq millatidan bir adash kelibdi. Men yotoqda yetishni eng o'ch ko'raman dedi. Men yotoqda yetishni bek o'ch ko'raman degandan keyin nima ish o'ch ko'rsam, bolalarimning hammasi ishlaydi. Doktorxonaning tomoqlarini yemayman. Tomoq akapirdigan odam yo'q. Men bek siqilib ketdim, yotoqda yotqim qat'iy yo'q. Men mush mahsulotni ichib bek unumini ko'rdim. Yarim yilni yotoqda yetib boqmadim balam deb menda shuni oldi. Anandan keyin mush gapimda bir gap esim kelyapti. Mushu naq maydondagi ekran oldidagi barcha azizlarga shuni xitob qilgim kelyapti. Men oldin qaybtida ikki bemor bilan ko'rishdim. Bir bemorimizningki o ayol endi bu onalarimiz o'zinglar bilasizlar, bizlarni beqib cho'ng qildi. Bir ota-ona 10 balani baqalaydi ekan, 10 bala bir ota-onani vaqtdan-vaqt kes baqamaydi ekan. Shu vaqtda shu ish menga bek ta'sir qilib ketdi-chu. Shu hamda ekran oldida so'zligim keldi. To'g'ri. Endi ishga apash kelibdi, o ikkisi adashibdi bir-birisiga, bir mallikka. Shuning bilan bu yerga kelib oldin qaytdim bizningki yurak oliy muparrim avrishim bilan tanqiyanishcha bu ayolningki yurak selishi, yurak siqilish mana bu kasalliklar alaydi manfaat qildi. Shundan bilan ikkinchi oylik nag'il keldi. Og'il kelgandan keyin men bu ayollar paranglish jarayonida so'nggi kasalliklarning borligini bilib, so'nggi mahsulotimni tavsiya qildim. Tavsiya qilsam bu apashning yendik pul yetmay qoldi. Yetmagandan keyin qiziq telefon qildi-da, shahada turib. Naq maydonda qiziq telefon qildi. Balam Mang bir 500 koy sepbergen bolsanız faqat nimam yo'q. Voy nim qilding o pulni? Ileverdi ekansa foyda qilmaydigan narsani bera sotadigan odamga dedi. Degandan bizning shirkatga mulozim qizlar ko'rashdi. Bu mishta opangiz oldin qaytib ish unumini ko'rganlik uchun yana qayta setib olib kelibdi. Deb bilganman tushundigandan keyin nima bo'ldi opam baslar degandan keyin qancha pul aytib berma deb 500 koy pulni aytib berdi. Bir mo'j gap so'z bilan iliq telefonni qo'yib aytgandan keyin iliq oni yig'lab ketdi. Bek yig'ladi. Men bitan o'tirib yig'lab ketdim shu yerda. Yurkim rasbek yetishib ketdi. Men o'chad o'yladim. Bir ana vaqtdan-vaqt 500 koy bolasidan so'rasa, ashunda bir ig'ir gapni anglagandan keyin bolalarga muhtoj qilib qo'ymasin dedi. Jinimni az xush unutdim dedi jimo. Shuningla bu gap menga bek ta'sir qilib ketdi. Haqiqatan. Shu kundan keyin men so'nggi maslahatni ham bir ikki xil maslahatni so'q qilib etdim. Naq maydonda. Bo'ldi apa men siz birga ishchi deb pastga yutishib qo'ydim. Yutilib o ishkelan bir 3 chaqiliqdek arvoga biz ikkimiz bir-birimizga hamdan bo'layotimiz. Menga kallimizdan pishdan o'tirib kelimiz deb keldik. Men mahsulotni oldik, rahmat bilan deb ketdi. Yana bir opashningki bek ig'ir ekan, o ayolda bu pul yo'q ekan. Nesiga berdim. Avoy bo'ldi biz bolalarni ivatma desam, qachon ivatsingiz men tayyor qilib qo'yma bolam. Rahmat sizga deb ketdi, men ishonganingizga deb telefon nomerini yozib berib ketdi. Men shu ish ajoyib bek ta'sir qilib ketdi. Shuning uchun biz ikra oldidagi barchazlarga deydiganim, ota-onamizning salomatligiga ozroq ko'ngil bilib qo'yaylik. Yotoq diyasa ta qarayammisak, biz sog'lomlik mahsulotlari foyda qildi deb ashularning ilib ichkisi keladi, ozroq bo'lsin azoblardan qutulg'isi keladi. Dal mana bu bugungi fursatdan foydalanib, shu mahsulotni setolinglar va mana bu oltin uzuk mukofotiga erishib onanglarning qo'liga taqab qo'yinglar. Sizlarni baqqan ajriga ozroq bo'lsin minnatdorlik yetkazishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Hey! Ondan keyin yana birisi bor. Men bu ham qozoq opashning gapini qilib berdim. Ular 5-6 aylan birga kelibdi. Shuning bilan iliq o'g'lida jigan moy qoplashbek ig'irga, anandan keyin yurakda ravrus masala bor. Men ana o bolaning gapini so'rgandan keyin siz mahsulot ichmasangiz zodi bo'lmaydi. Sizniki majburak siqilish siz yana diqqat qilmasangiz, siz yiqilib qolasiz dedim. Chunki naq maydon ko'zimizda o'tdi bizning atog'liq naqshchimiz Mahmud Sulaymon akamiz meni yurak xuruj tutib qolgan sababli olamdan o'tdi. Anandan keyin men ashta degan vaqtda odam va yo'q eshmayman. Anam g'ulam ilib chiqdim men. Shim question olma bu pulga deb og'il unmadi. Iliq onu nim dedi bilamizlar. Men balalar onu gapirish chidamagan bilan ana men epirman sana. Men olmayman, men 70 kichiydim. Men 70 kichiydim. Qanchalik umr ko'rim buni bilmayman.
Lekin sen içmesen bulmaydı. Sen selamet olma. Sen selamet olmasan bulmaydı. Balam degende şununla o balı kopap neyim dedi. Vay bal ana sağlam alımız. Yap ben sağlam alım. Degendeken ana o balı İsa'lap bırak dedim. Hakulda ben İsa'lap versem. O bal pulunu vermekçi olan tanesi. Boldu o pulunu şimdi göstine ilip keyme. Özem hep birme sana. Da bilik balısıga. Özge mahsulat ilip çıketti. Şu çat görüp dedim ki men köyhemen balamga, balam köye balısıga dep anılar yeni balam davatıdı. Balalardan sual sorsa aşındaq ahvallar. Endi bizni bir ömür japatat beqib çoğun qilib ota-onamizga, birash kimin ko'ylıq mahsulotni apiramisak. Ular og'rib qolganda yanchiqimizdan 10 ming pulni ichqib, ularni yotoqda yotqizamisak, dunyoda buningdimi ichinishlik ish yo'q deb o'ylayman men. Shunday emasmi? To'g'ri. Bek yaxshi gap so'z oldu. Men bek ta'sirlandim bu gap so'zdan. Biz bu sog'lomlik mahsulotini, yeşilgöğer sog'lomlik mahsulotlarini setayotgan Göğer xonim buningga ortiqcha, o'shiqcha va'da berib turib sotmaydi-ku buni. Hergiz men uni qilib o'taman, buni qilib o'taman. Agarda sen manda olib kelsan emas, sening sog'lomligingga mana men ko'ngil bo'laman. Sening balang sana ko'ngil bo'lmasa, mana men ko'ngil bo'laman. Sening onang sana ko'ngil bo'lmasa, mana men sana ko'ngil bo'laman deganni maqsad qilib turib yashayotgan Göğer xonim. Joy. Men shu kun chiqqan bolalarning hammasiga deb ketdim. Men cho'qim yoshlarning hammasini jig'ib bir leksiya so'zlayman dedim. Men uchun ko'sh bek ta'sir qildi-ku. Men cho'qim leksiya so'zlayman. Ularning qanchaligini yirtalsam, men hamda jamiyatga hamma odamga ta'sir qila olmayman. Lekin qanchalik ta'sir qila olsam, qo'limdan qanchalik kelsa, men cho'qim terishman. Deb mush bolalarga mashtaq deb ketdim. Anandiki mush naq maydonda mush gapni deyishga to'g'ri kelib qoldi. Shu bir ammonlarninki cho'qim mush jihatlarda alohida diqqat qilishinglarni umid qilman. Onlarninki bizga ig'iz ochmoqqa bektasga. Biz onlarimizga deyalaydiganmiz. Ana ani qilib, mani qilib, pul ber. Hozirgacha akilib deyalaydiganmiz. Lekin o'sha onalarimiz, o'sha dodlarimiz bolaga pul degan gapni deymiki ajoyib qiyin azizlar. Onlarimizni hargiz tilmirtib qo'ymaylik. Xo'sh do'stlar, bek yaxshi so'z o'layotidu. Ko'rayotganlar Qashqar bevosita haqqilayotgan Yeşilgöğer Sog'lomlik xalqaro so'zchek shirkati. Nurg'ulagan do'stlarimiz balkim mush so'zlardan azroq bo'lsin ilhom oldi deb o'ylayman. Odam hayotida men oldingi kunsi bir gap tutug'im keldi bu yerda. Oldingi bir kuni onam mehmon chaqiribdi uyga. Bu mehmon chaqirib Anam endi o'zga nima deb o'yladi uni uqmayman men. Mehmon chaqirib 2 kun o'tgandan keyin men telefon qildi. Balam shu bir 2 kun avval mehmon chaqirgandim men. Lekin sizga demadim deganda men gap qilmay turdim-da, endi gapni oyog'i uzilsin deb. Qilsam, dadangizmi yo'q-da o kuni. Dadam mashinalar setim tijorat qildim. Dadangizmi bir yer mashina tushirib ketgan men demadim, lekin dadasi shu er sepamigan dasqon faqat o'xshamaydi ekan. Shunda dasqon sasammi bir narsa kamdak dedim men baxap bo'ldim ona. Nemish men deymilar? Nemishqa men degan bo'lsa hech bo'lmasa dadam seppaganchilik qilolmasammi uni nimalaraq sepirdim. Nemish men deymilar desam onam yig'lab ketib balam. Ona degan bolalar pul deyolmaydi ekan. Sizlarga biz pul deb ig'iz ichish degan bu bek ta'sir ekan dedi. Men baxap bo'ldim-da verdi. Voy ona bu men ya yo'tadan bo'lmasam, sen voy balam sizlar bir yil uy tutayotgan edim, sizlar desam qanday oldu u bu dedi. Endi tunigun bir mehmon chaqirish oldu uyda. Ananiki men butun narsani o'zim ilib dasqon selib anqich onam bir yerga ketib qoldi. Mehmonlarni bo'ljitmay uzitib, yansam onam xop bo'ldi. Mani nima deb oldik? Nima deb oldik? Voy nimish pul buzdik deb baqadinda. Deganki men yig'lab ketdim. Hey ona, hayot odamga faqat birlik etim keladi. Bu hayotning shoyini yo'q. Ya qaytilib og'lanmaydi, ya bir kun bilan tegishib og'lanmaydi. Hayot degani qanday o'tkazsak shunday o'tadigan narsa. Nemish qopulaylar? Jami adamning ota-onalari mening balam uni qilib bermidi, balam buni qilib bermidi deb qopulayotgan. Sizlar on ortiq o'lib tutdik, man ortiq o'lib tutdik deb qopulamlar. Desam, balam
Atan degan shu bir koy ish qo'yib bolalarımning vaji yonchiqida qolsin. Bir koy ish qo'yib olsinmi, bir yinida qolsa bir koy va odamning oldida sizning yonchiqingni ish qo'yib olgandan keyin gibishti kerak o'ssin deydi ekanman. Debdi men yig'ildim ona. Siz belkim mush ekran oldida o'tirgan nurg'un do'stlar bilish mumkin. Belkim biz shuhrat quchqanda, shuhrat omad yonimizga kelganda, yonchiqimizda pulimiz to'm bo'lganda ota-onamiz yo'q bo'lib qolishi mumkin. Azizlar. Bu meselelik deb gap qildirib, qalbingni burmalab, ko'nglingni burmalab degan gap emas. Balkim mushning oldida ayni chog'da nurg'un so'qlarni o'tkazgan ota-onasining mana bugungidek pul bera oladigan, g'oybi tutadi deb 500 ga tashlab bera oladigan kunda ota-onasi yo'q ko'rurmanlarimizmi ekran oldida bo'lishi mumkin. Ayni chog'da men bunda bir hikoya o'qigandim deb bagim keldi. Burun bir gazet o'qisam mana deb balkim bir korxonchini hamda so'zga taklif qildi-da. Siz mushunda chiroyli shuhrat omadlarga erishibsiz efendim. Sizning orzuyingiz nima degan ekan. U odam bek yig'lab og'iz gap kelmaydi ekanda. Deb bersangiz, dadam 5 minut hayot olgan bo'lsa degan ekan, zalning jimjit bo'lib ketgan. Nim deb dadam hayot olsa deysiz desa, mening onamni ajrashib ketib boshqa ergiyotlik olgan, dadamni ajrashib ketib boshqa xotin olgan, meni buvam cho'ng qilgan. Shu bir 9 yosh vaqtlarim deydi. Cho'ng dadam bir kun kechda shunda ichim qizib ketdi. Balam dog'i chirpa dedi. Shundan voy o'zing ichira deb dumbamda qilib yetibdimi? Balam dog'i chirpagim bek ichim qizib ketdi. Voy o'zing ichira deb yetibdimi? Balam unda o'z turbidan so'ng jiq tushirib bir muzdak ichirpagim desa, dumbamnimi o'rishga qo'sh yoqmay uxlabdi ekanman. Ats qopsam cho'ng dadam mengulik uyquga ketibdi. Özüm hazır kadar vicdan azabı tatımı. Şu bir meni onam mı yok, dadam mı yok, 9 yıl bekip çoğunqıgan buamga men bir akkur su içirip yarmaptım dedim. Hazır 5 minut hayat olsa men muş tapkan tergelerimni bütün oldum tizip doğdusu doğ, sudusu su. Onundan artık naznimetlerini bir vağan bolsam bütün tamaşabalar yığılap ketdi. Demek ekran aldaki dostlar, bizden bu hayatımız mengülük emez. Kolumuzda hiç kasımımızdan toxtumumuz yok, vücudumuz yok. Sen yan 50 yıldan ki ölüp gitse, 40 yıldan ki ölse deydiğen gap yok dostlar. Belkim yıl ölüp gitişimiz mümkün. Her qitim muşta cık sorular riyasetçilik qilib, yoki cık sorular muşunda yığılış faaliyetlerini qilib, yanğandan keyin men erim birinci olab deydiğim nima? Men ölüp ketsem yığlamsız deyman. Desem yolçum turib deb, ya ağzın qura, bishing qura deb qo'ydi. Debdi men rost dedim. Agar men ölüp ketsem yığlamsız desem yığlayman deydi. Demek bu charchash degan hamon odamning jinnalda balla. Mush nurg'un meditsina olimlarim tekshirib tadqiq qilib buning javobini topamdi. Tuyuqsiz ölüp ket, charchab ölüp ketgan odamning ichidan charchab o'ldi deb xat chiqmaydi. Tuyuqsa yurakka so'vam ekanmi demma, yurak tiqilmasimi ekanmi demma deb qo'ymiz, bo'ldi ketdi. Men shu yo'lchim doim deyman, men o'lib ketsam yig'lamsiz, desam yig'layman deydi. Albatta, o'lib ketganda yig'lagandan hayot vaqtida qadrlab qo'ygan yaxshi. Men onam degan so'zimni takrorlasam, ona hayot qaytganmaydi. Balkim men shu hozirda endi men 2015 oxiri 2016 yumurxon bo'lishga tayyorlik qilib, taki 2021-yili 1-oyning 1-kunini tatib yumurxon butunlay ko'tarilgan bo'lsa, 5 yil jarayon ketdi buningga. Men buningdan keyin nim bo'lib bilmayman. Bunda ko'tarilish bosqichimda 5 yil ota-onam hayot yonimda turdi. Men qo'limdan kelgan mush korxonchilarning so'q qilganlarini so'q qilib, bergan pullarini otganini bo'lib beralsam, berginim shu. Balkim at o'g'im meni ota-onamni safar qilishi mumkin. Demak, ekran oldida ko'rurmanlar, sizlarning ham shu, sizlar shuhrat quchqanda ota-onalar yininglarda yo'q bo'lishi mumkin. U chog'da qiri, g'irb, g'urvalik qiyg'ininglar bo'lak, o'zingning otasi qiyg'ininglar bo'lak. Yiningda biz bu yerda yeshilgo'r mahsulotlarni so'q qiling demoqchi emas. So'q qilmasang mayli, lekin kulgan miyiqqida bir chiroyli chiroyinglar. Ana nimish qilyaptilar deb olgan 1 minutlik telefoninglar. Dada, yanlarda pul bormi degan 1 minutlik telefoninglar sizlarning eng yaxshi hamkoringlar bo'la oladi. Balkim mushu ovoz
eng oxirgi ovoz bo'lishi mumkin. Balkim mush sadoqatinglar eng oxirgi sadoqat bo'lib qolishi mumkin. Hech kimning o'zida qo'lida hujjati va yoki chisla soni olmaydi do'stlar. Yaxshilik o'zimizdan boshlandi. Ba'zi odamlar yaxshilik qildim, yo'l tindirdim, ko'rik yasidim deb qo'ygan. Men uningga qoyil emas. O'zingizning atrofidagi ota-onangiz, urug' tuqqanlaringiz, yaqinlaringizdan ishingandan keyingi yaxshilik bu yaxshilik bo'ldi. Atrofingizda onangizni, tamnom chella barangni ichida yotqizib qo'yib, cho'yin burtib, talaq chiqib, u boy, bu boy, uzun-buzunlab haqi yaxshilik qilsangiz bu xato. Yaxshilik atrofimizda, yinimizda cho'kilib turdi. Shunga sog'lomlik hammamizga yor bo'lsin. Baxt, saodat har birimizning oilasidan ketmasin. Har bir ishlarimiz osoyishlik to'lsin. Xo'sh, undan bo'lsa hammamizning kallasidan shu kichikgina bo'lsin sog'lomlik degan ong mushu Yeşil Gövher Xalqaro Suvot Cheklik shirkatining mush qitimqi sog'lomlik bebahodir programmasida chiroyli ro'yab chiqib kallanglardan kichikgina bo'lsin o'tdi. Kallanglar kichikgina bo'lsin singdi deb o'ylayman. Ems xo'sh, bizning Yeşil Gövher Xalqaro Suvot Cheklik shirkati sog'lomlik maslahat subsididan bizning sog'lomlik yetakchimizni bütün mahsulotlarimizni bir qitim tanishtirib berish taklif qilamiz. Qani marhamat. Ondan olsa aldığımızdaki 2 minutlik ilandan keyin ko'rishaylik. Ko'rishgacha yanala Yeşil Gövher sizlarni saqlab turdi. Ilandan keyin ko'rishimiz ketmay turinglar. Eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpurak. Bu yer Jungoning janubiy dengizidagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy girvikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamoni klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda bir xil sirliq meva, noni mevasi o'sib yetiladi. Jungo dori o'simliklari qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqalishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy ming divona ishqoriy qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Xinjiang Yeşil Gövher Xalqaro Suvot Cheklik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeshil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeşil Gövher noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeşil Gövher noni enzimi Haynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ichilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq o'lchamlik echitish zavodida 8000 kvadrat metrlik meva yuyish, dezinfeksiya qilish va echitish sixida inchkilik bilan o'tkazilib, xalqaro o'lchamlik tozalash sixida tozalanib, oxirida 45 metr uzunlikdagi yepiq to'liq avtomatik aynak botilka mikrobsiz qachalash liniyasida o'rab qachilinib ishlab chiqarildi. Noni mevasi üzüp bo'lgandan keyin 12 soat ichida pishiqlab ishlash bazasiga olib berildi. Noni mevasi zavodga kirgandan keyin meva yuyish, talqonlash, chilak qachalash, echitish, sherni chiqarish, mikrob o'ldirish, qachalash qatorliq 8 sixda qayta 5 qitim tekshirish orqali eng oxirida zavoddan qattiq hunar san'at tartibi bilan yeshil, sog'lom bo'lgan Yeşil Gövher noni enzimi ishlab chiqarildi. Yeşil Gövher Xalqaro Suvot Cheklik shirkatimiz asosligi Yeşil Gövher va Abi Shifa markasida noni enzimi qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib, xaridorlarga texmi bexatar, sog'lom, a'lo sifatli sog'lomlik va o'riqlitish mahsuloti bilan ta'minlash uchun uzluksiz tirishmoqda. Yeşil Gövher sop yeshil sog'lomlik mahsuloti va a'lo mulozimat zanjiri bilan iste'molchilarga sog'lomlik yetkazadigan ilg'or ideyalik ixtisosliklar yig'ilgan korxona. Yeşil Gövher. Bu Jungoning eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpurak. Bu yer Jungoning janubiy dengizidagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy girvikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamoni klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda
bir xil sirliq meva noni mevasi o'sib yetiladi. Jungo doğru o'simliklar qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqalishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy mingi divona ishqoriy qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Şinjan Yeşil Göher Xalqaro So'tchaklik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeşil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeşil Göher noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeşil Göher noni enzimi Xaynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ochilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq o'lchamlik echitish zavodida 8000 kvadrat metrlik meva yuyish, dezinfeksiya qilish va echitish sixida inchkilik bilan o'tkazilib, xalqaro Ko'rayotganimiz Qashqar Udum Medeniyet Taqtish bevosita taqtishida Qashqar ko'rsatilayotgan Yeşil Göher Xalqaro So'tchaklik shirkatining sog'lomlik bir bahodir programmamiz kelgan barliq azizlar hammalarning mush vaqtlar xushvaqt bo'lsin. Hammalarni qizg'in olqishlarimiz bilan Yeşil Göher Xalqaro So'tchaklik shirkatining bevosita taqtishini qarshi olamiz. Qilveraman. Abone ilvasamchu. Ha, azizlar, bizningki mushu necha kundan keyin naq maydon taqitishimizningki xaybollar ishlanib taqitilayotgan. Mana bizningki iste'molchilarimiz mo hatto mush kechini kechi demay shirkatimizga yetib kelib, mushu naq maydondagi faoliyatlardan foydalanibdi. Xo'sh. Chin ko'nglimizdan xursand bo'ldik. Rahmat. Mana naq maydonda 1300 go'y pulnoma oldi, o'zik mukofot bilan billa o'ziga sog'lomlikni olib ketib bordi. Sizga sog'lomlik menga yor bo'lsin, naq maydonda taqib qo'ying. Rahmat, chavak babi yo'q. Ha, ba'zanlar mana shunday fursatni tutib tura oladi. Bizningki endi bu oltin uzuk mukofot berishlik asosli maqsadimni men yana bir qitim tushuntirib o'tishni loyiq ko'rdim. Men boyam degandek pulning bir uchi yurakda, bir uchi bilakda deb. Bu pul degan narsaga hammamiz bek omroq keldik-miz. Biz hammalarga sog'lomlikqa ko'ngil bo'l, mahsulot iste'mol qil desak, shundoq iste'mol qiyg'isi bor. Shundoq. Hammadan shundoq iste'mol qiyg'isi bor. Men olay degandim deydi. Yo, yana bir taraflardan tortishadi. Endi ayollar bo'lsa, uyam, balam, kalam deb nurg'unlagan jihatlarni o'ylaydi ekanmiz. Erlerimiz bo'lsa, o'zimizning qirolligimizga, yoshligimizga ishinib ketadi ekanmiz. Shuning uchun mana biz endi bu ishni qilishlik asosli maqsadimiz foydani xaridorlarga o'tinib berish bilan bir vaqtda faqat va faqat bugun bir kunlama, ya'ni 1300 qo'yliq, ya'ni Yeşil Göherning 20 xil mahsulotini o'zingizga eng mos kelgan mahsulotni sotib olish bilan bir vaqtda bizningki mana shu oltin o'zik mukofotimizga erisha olasiz. Buni qilishga maqsad shu bayam degandeklar. Sizlarni mushu orqali qiziqtirib, bir qitim iste'mol qildirish. Anandan keyin qaytim iste'molni o'zinglar tanlaysizlar. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa, shunda chiroyli sovg'atlarimiz berilyotdi. Shunda esil gap so'zlarimiz bo'ldi. Hammamiz o'zimizning burungi ishlari, burungi boshimizdan o'tkazgan kayfiyatlar, burun o'tkazgan jarayonlar orqali shunday yaxshi faoliyatlarni ilib beryapmiz. Ekran oldida necha minglab qora ko'zlar ko'rayotgan bilan ekran ostida 1-200 odam naq maydonni ko'ryapti azizlar. Bizning mushu Qashqar shahri Udum Medeniyet Taqtish shirkati bevosita ko'rsatishirki, Yeşil Göher Xalqaro So'tchaklik shirkatining naq maydon sog'lomlik bir bahodir programmamiz mushada shunchalik jonliq ilib berilyapti. Mush uzukni olgan xodimimizni ikki kalima yurak so'zini taklif bilan yurak so'zini aytib berishga taklif etamiz. Yaxshi. Kesla qudam kesla. Kesla qudam. Adam degende aramda karışken çıkmaz. Shunday quruq kilamni qizini qidirib bermoqchiman men.
Üstüm tutulam kep kaptım bir kapımızla. Bulut Xudam inavet degen töre qaramayda. Yana qılaqlala. Xudam bundan olsa bir iki qız gep qıp təsiri muş yeşil görne nim bulap uçqaşqan tilan nim bulap amraq bulap qallar ya degen bimda bir rogeyma bu. Ya bir Çin dillerden qıyğaş bu ya üzük bir kendilam görxinim qoyturup berem la şunu bir sözler fəhmem la çavak. Men nim deyişini bilmedim. Hazır men pek üstüm tutulam kep kaldım. Ya nima degan o şunu dislar ya naşoq berem la. Bugün bu yerdeki hamma narsa bek ushtum tutadi. To'g'ri. Hech qanday tayyorlik emas. Qilchilik manda sunni ya bir qilchilik manda tayyorlik holat yo'q hozir menda. Albatta biz dal mushunda haqiqiy chin ma'nosida so'zlaydiganlarni suyimiz. Chavak! Ma chavak bombada. 1 2 3. Hammasi mashina biz qo'yib tutamiz. Bu iste'molchimizni men bugun ko'rdim. Bizning ama Xo'sh, o'zlarim shu Yeşil Gör şirketi bilan qanday uchrashib qolganlik, bir to'g'riliq azroq bir anglab baqqan bo'lsam. bizning shu kelinchak Zumrat xonim bizning kelinchak bo'ldi. Xo'sh. Ha. Tuning yaqtayız yaqibdi tozning qilsam men ammo o'zimni ammo majburik nazroq majlis vaqtda Ha. ammo qon yetishmaydigan menga yurakka. Shuni desam voy sizlik toz Moskvadagi bir ish baqslar debdi voy qanday bo'lasam voy biz kapolat qilmasaqmi biz sog'lomlikni birinchi qo'yamiz. Regizmon setilish maqsad yo'q debdi bo'ldi unda bo'lsa men u bir muhsiz degan mesang oddiy kelsak bir ayol kishini bir to kiyimdan pulga voy bir o'zimning sog'lomlik uchun bir birinchi kun ko'desmi salaya o bir qanchalik bo'lamdi deb o'zimni endi hozirlar 5-10 minut bo'ldi arliq shu chiqish vaqtim shunchalik bo'lib men lampali qilgan ta'sirimizda deb yana o'tirib turdim men. Demak, Naq maydonda Salınki shu Zumrat xonimning tirishchanliklari, Zumrat xonimningki ish izlari avval sizga ta'sir ko'rsatgan shunama. Bu masalan sizning o'ylaganlarimni manda deb o'yladim-chu. Masalan, bir mahsulot saqtolab qolsa, ila bozorni ish kuchi bilan monopol qilib yo'qolib ketdi. Shunami? Ham bu Zumrat xonim bir yildan izchil mush xizmatni qilib keldi. Demek mi Zumrat xonim bir yildan izchil qilgan ekan, bu ish izchillik bor ekan, samimiy ekan deb his qiladi shunami? Shuning bilan mushu fəaliyyətə qatnaşqılar gəldi. Bundan olsa Yeşil Gör şirkəti davamlı sizlərə qucaq açdı. Ko'pchilik shu Zumrat xonimning gap chiqib qoldi. Zumrat xonimni men bayam dedim. O'zi Yolqin korxona boshqarish shirkatining qurg'uvchisi. Endi bu yil bu Yolqin korxona maslahatchilik shirkatini Yeşil Gör şirketimiz qo'shib oldik deb turibdi. Biz endi o'zimizning ig'dorchiligiga oldik, ya'ni Yeşil Gör tarmog'idagi Yolqin korxona maslahatchilik shirkati bo'ldi. Onundan boshqa Zumrat xonimningki bizga qoyil bo'lib, anandan keyin bizga qaytib ketishida asosli sabab bor. Zumrat xonimning nurg'unlagan shirkatlar taklif qilgan. Nurg'unlagan shirkatlar o'zining maslahatchiligini qilib berishga yoki bo'lmasa nutqlarini so'zlab berishga taklif qilgan, lekin Zumrat xonim endi cho'gilab kelib bizni tanlab shirkatidan tortib bizga o'tkazib o'tyapti. Men sizlarning tarmoqinglarda turman. Men Yeşil Gör orqali taraqqiy qilaman, texmo deb qildi. Endi mushninglik asosli maqsadini meningmi bir bilib boqqim kelyapti. Bundan olsa dal mushu ko'rayotganlar Qashqar shahri Udum madaniyat taqchi bevos taqchidiki Yeşil Gör sog'lomlik xalqaro so'tchak shirkatining sog'lomlik eng bebaho go'hardir programmamiz. Undan olsa programmamizga bizningki mushu Yolqin maslahatchiligi, ya'ni mushu Yeşil Gör qarmoqidagi shirkat mushu maslahatchisi shundaqla o'zining o'zidagi bir shirkati bor, shundaqmi? Endi bizga ishonganlik uchun mushunda bir zo'r qo'shinning hozir bo'lib, jamiyatni bir jilnozni puterib turayotganiga o'zining qoyilligi orqali o'zining shirkatini birlashtirgan Zumrat xonimni so'zga taklif qilamiz. Qani marhamat. Kasa Zumrat xonim. Asa Qizilgul xonim kelasizlar. Qizil Zumrat. Ma chavak. Xo'sh, xush keldingiz. Salam ekran oldidagi ko'ringanlar, salam naq maydondagi azizlar, hammalarga menda yana bir qatam qutlug' salom. Rahmat. Endi meningki Şinjan Yeşil Gör xalqaro so'tchaklik shirkatini tanlashimda haqiqatan sababim bor.
Chunki men mundaq bir gapni olgan. Yo'lbos bilan mangsang paxla yeysa, mushuk bilan mangsang chashqa yeysa deb olgan. Men bu shirkatni qilishimda men birinchi bo'lib shirkatning lideri qardim. Chunki bizniki nemish qilishimizdan bakrak kimlar bilan qilishimiz bek mumkin. Rost. Mening 10 yillik egilik tiklash, korxona boshqarish jarayonida bu odamninki mushu iqtidorliqlar emas, o'zaro moslasha oladiganlar bir yerga kelgan vaqtda utuq qozona oladiganligini men chin qalbimdan his qilib ketdim. Shuning bilan men eng oldi bilan mushu Yeşilgöl xalqaro so'tchilik shirkatining lideri Go'ar xonimga nazar soldim. Bu xonimni men kuzatdim, bir qatim kelib ketdim. Bu xonimninki menga eng ta'sir qilgani o'zininki o'rganishchanligi, bilimdorligi. Endi biz yasalımlı qilsak bo'lmaydi-ku bu yerda. To'g'ri. Hammamizga iqtisod lozim, neft lozim. Shundaqmi? Unda bo'lganki men Go'ar xonimninki o'rganish ro'yidan, bilimidan eng avval shuningdan ta'sirlandim. Chunki bilimsizdan neft chiqmaydi, rangsiz qalamdan xat chiqmaydi deb, bilimsiz odamdan neft chiqmaydi. To'g'ri. Men birinchi bo'lib Go'ar xonimning bilimiga, kasbiy sapasi qoyil bo'lgandan anandan men o'zim boshqa shirkatlar menga talab qo'yatdi. Xonim, bizning leksiyamizni so'zlab bersin yoki menga bundan bir net shirkat degan. Bizga qetlib kelsalar deb. Lekin men Go'ar xonimga men dedim. Go'ar lider, men sizning shirkatingizga qetlib ketib, bundan keyingi umrlik men sizlar bilan mushta to'xtamishma deb shu yo'sinda to'xtamishib kirdik. Bu meningki Yeşilgöl xalqaro so'tchilik shirkatini tanlashdan burun men shirkatning liderini tanladim. Endi ikkinchi bo'lib meningki bu shirkatni tanlashimdagi sabab endi bu sog'lomlik kasbininki modadan qolmaydigan, jins ayırmaydigan bir alayda her qanday bir canlılıkның bir ihtiyacı var, bir kasb ekanligini hemen chin yurkamdan his qilib yetdim. Hem onun ustiga mening yaqinda chiroylik o'lim deydigan bir kitobim chiqdi. Bu Yeşilgöl'ninki egidorchilik ostida chiqdi endi nashrdan. Endi men buningni his qilib yetgan. Chunki bizningki atrofimizdagi mayli ko'rurmanlar bo'lsin, mayli mushu shirkatlik azizlar bo'lsin, biz hammamiz pulga bek amroq, menmi amroq. Endi tijoratning maqsadi pul tepish, mohiyati maslahat qilish. Biz zodi qaysi maslahatni hal qilyapmiz? Ham Go'ar xonimning birinchidan maslahatni men maslahatni o'zim iste'mol qildim. Chunki men burun qavziyatning nimaligini rost men muhim ekanman. Bu ta'rif qilinmaganlikni qavziyat deydi ekan. Shuning bilan mendan bir qavziyat bordi, men maslahatni yegandan keyin men buning unumini ko'rdim. Men bundan burunmi boshqa maslahatlarni iste'mol qilgan. Lekin o maslahatlarda men ko'rinarlik unum his qilmagan. Shuning bilan men boshqa maslahatlarni shallab, men maslahatni tanladim. Elqi rostni ko'z yolg'on qochidi, yo'lbosni ko'z taygan deb men maslahatni ko'rgandan keyin boshqa maslahatlar tabiiy shallanib ketdi. Demak bu dunyoviy bir kasb, bu sog'lomlik kasbi degan. Unda bo'lgandan keyin bu sog'lomlik kasbini Go'ar xonimdek bu sog'lomlikni so'yadigan sog'lomlik elchilari orqali boshqalarga yetilmasa, odam bilmaslikdan kasal bo'lib qoldi deb biz cho'qim bildirishimiz kerak boshqalarga. Chunki elqi bahar kelmay, yoz kelmaydi, sharat qilmay, yar kelmaydi deb har qanday kasalning bir bisharati bo'ldi-ku. Chunki bayatimmi dedi, masalan shu Go'ar liderimi deb o'tdi, peytatsa jigarda masala bo'lganligini bildirdi. Masalan, kechisi nurg'ulgandan peytatishdi. Biz aş tümü 100 ming ko'ylik, 50-60 ming ko'ylik mashinalarimizni necha odamdan maslahat so'raymiz. Kichikgina jiyoz tugab bo'g'cha jug'urib berib almashtiramiz. Lekin shu mashinada o'tirayotgan, shu uyda o'tirayotgan bizda bo'layotgan nurg'ulg'an alomatlar, masalan, qo'limiz qo'lasa, piyimiz tashsa, "Men nima alomatdi?" deb so'rmaymiz. Bizning ichki a'zolarimiz, masalan, sizlar mushu o'zlariningki nutq iqtidori, tillarning o'tkirligi bilan pul tepatlar. To'g'ri. Endi bu sizning nutq iqtidor, tillarning o'tkirligiga qarata sizning nurg'un butun a'zolar jigar, o'pka, buyrak harakat xizmat qildi. Menimi shu. Biz lekin yillik xizmatni qilib pulni tepatmiz, asli oqsab xizmat qilayotgan jigar, buyrak, o'pka degandek a'zolarga ko'ngil bilmayapmiz. To'g'ri. Sevirib ketganimni o'zimmi ko'ngil bo'lmaganlik. To'g'rimi? Men hozir mushu 27-yanvar 23 kelsa 23 kichirma. Hozir ham men rostmi ya, yolg'onmi ya deb qo'ydi. Demak hozir ig'irliqim degan 90 necha kilogram keldi mening. Hozir asli mush yeyishimda men 50 necha kilogram kelsam to'g'ri bo'ldi. Demak hozir mushni o'zimmi meningki hozir pul tepib bir yerga bordim, rost to'g'ri. 100 mi topdim kichiklam jamiyatda hozir 10 ichida bir adam bildi meni. 9'u bilmisimi? Bir Yumurxon istemal nagvas to'nuqda kalet keldim.
Bir ticaretçinin aldığı kelsen bir yumurxanda Moskvamdan onu koy azam bir daha yürü keldi. Lekin men özümden sağlamlıqqa rastgele köngil bilemedim. Çünkü keşilde o şirketning bu şirketning şuna faaliyetleri var dikenmen. Edigende özümden işlerini qıl dikenmen. Men bir aile ayol ekanman. Tushda bo'lsa xizmatdoshlarim bilan birlashib ssenariy yozdik-miz. U buni deydi ekan, bu buni deydi ekan. Deyishir ekanmiz. Endi ssenariy yozsak, ertasi o'gini uni suratga olib chiqar ekanmiz. Nada endi biz shu shirkat olib borayotgandan keyin ne tatliq tomoq bo'lsa shuni yeyotganmiz. Hergiz bizga xuyman, qo'lpash olib bermaydi, shu go'sht bo'lo, gemyen so'man, u bu deganek mayliq tomoqlarni, kuchli tomoqlarni yeb oldik ekanmiz. Mesela dam oshxonaga chiysekmi, tatliq tomoqlarni bir 4-5 six kavobni hadiya qildik voy yo'qani. Demak, men bu bir sog'lomligimga ko'ngil bilinmoqchi pos bir a'zo deb o'ylayman o'zimni. Xo'sh gapimizga ayg'ir kelsak. Şununla o'xshash endi men oddiy bir misolni bersam bir to'nga bir mashina. Mashinani davlatimiz bu to'xtamay harakat qilganlik uchun buni shingyan qildi. Yeni mashinalarni 2 yilda bir qilsa ko'nirgan sir yilda bir 6 oyda bir. Bundaqdamış biz uchun to'xtamay harakat qilayotganmiz yurak, o'pka, börek, jigarga nisbatan biz bir pozitsiyon to'g'rilsak demoqchi. Men bugun ekran oldidagi azizlarga men hargiz Yeşil Göğerning mahsulotlari yaxshi va yak buni ilinglar demoqchi emas. Yeşil Göğerning mahsulotlari haqiqatan yaxshi. Bu ilish ammasi hammamizning o'zimizning qolishi. To'g'ri. Shunga hamush azizlarningki eng oldi bilan o'ziga ko'ngil bo'lishini. Chunki bu sog'lomlik degan sen bo'lmasang men bo'lmayman. Sog'lomlik bo'lmasa hech kim bo'lmaydi. Dunyoda 3 narsa bo'lar ekan. Birincisi sog'lomlik, ikkinchisi vaqt, uchinchisi bilim. Chunki biz har qancha pul topgan bilan sog'lomligimiz bo'lmasa, yanala bekor ekan. Shunga ham shu ko'rarmanlarningki o'ziga ko'ngil bilishini, o'zidagi mush oldin bayqalgan bishoratlarni dil vaqtida oldin elib, dil vaqtida kontrol qilib, rohat ichida yashinib, rohat ichida ketishini umid qilaman. Xo'sh. Demek, sizin müşahideki küçük gaplarını tutup aldım. Sizin men tariflerini anlayan tunca qitim görüşüm. Men ona samimiyetsiz saxta gap qilishlarga o'xsham yo'q. Men nurg'un shirkatlarning riyosetchiligini qilib ketdim. Nurg'un shirkatlarningki mushundaq neçsan programlarını aldık, bevosita taqdishlarni qildik. Uning oldidimi biz kichikgina bir mushu Yeşil Göğer shirkatining bevosita taqdishini ne chiqdim qilgan shunaqa odam. Ne çıktım kıldık, lekin men nurg'un shirkatlardan sizning tariflarini anglagan. Lekin o'zini ko'rib bakmadım yo'q. Tunchi qitim ko'rishim. Nurg'un shirkatlarimiz bir qitimliq leksiyalarni qimmat bahoda setib olganligini anglagandim. Bugun shu naq maydonda ko'rdim, shunda xursand bo'ldim. Lekin bir gaplari menga bek ta'sir qildi. Men shu Yeşil Göğer şirketi, nurg'un shirkatlar singlim meni tanladi. Men Yeşil Göğer şirketini tanladım. Tanlashimdagi maqsad rostchilik va sodilg'ini sog'lomlik ekan. Shunlashqa samimiy dedi asl deb degan gaplarni men yodlab bo'lmadim. Men as tush qobiliyatim shunday yaxshi deb o'ylaydim. Sizlarga qaylaganda men taq tuvenkanmi dedim. Sizlar setish asosiy mesela iqtisodiy qimmat yaratsa maqsad bo'ladi deb. Demak, bu shirkatningki maqsadi setib chiqarish pul bo'lgani bilan asosiy kelsi sog'lomlik bo'lgani uchun tanladim deylar. Menga bek ta'sir qildi bu gaplar. Demak, ishkinglarning mangu mushunda chiroyli o'tishinglarni. Chunki odam yo'qlikdan barliq keldi, barliqdan zo'raydi, zo'rlikdan ko'paydi. Demak, mushkinglarning mangu mushunda chiroyli bo'lsa, kelarki bugungi kunda, kelarki yildagi bugungi kunda Yeşil Göğer guruhining bo'lib ketishini chin dilimdan umid qilaman. Oxirda shu Yeşil Göğer xalqaro so'tchak shirkatining Göğer xonimga deydigan ikki kelimiz yurak so'zini anglab boqqan bo'lsak. Men oxirida shu Şinjan Yeşil Göğer xalqaro so'tchak shirkatiniki lideri Göğer liderga chin ko'nglimdan tashakkurimni bildiraman. Bu hergiz sababsiz emas. Chunki Göğer xonim nurg'unlagan shu jamiyatdagi o'zininki shu turmush uchun tirishayotganlarga nisbatan bir yo'l ichib beryotdi. Shularga bilim o'rgatyotdi. Men nurg'unlagan shirkatlarga borgan. Ularga mas'uliyat berdi, vakolat qildi. Haqiqatan bir
Ravrus ögünüş muhitini ben az uçuratmadım emas. Lekin mayada hemme eslerle toluqa. Çünkü pul tepişinin asli manisi mesler qilish degan gap. Çünkü göherlidir aldı bilen hergizmi vakallatçılarga yeni bir man yarıga yeri göherlidir pulni elip hemmege mal yürütmeydiken. Aşı malni şularning setişiga bakıp agar satamızsa pulni qaytarıp berdiken. Manda şirketlerini men bekkemden kem uçurattım. Bu tarafımı men hakikaten qayil qildik. Hemşeherde bizning vakallatçılar Demek mavzu olaydigan iş yok mu yani? Mavzu olaydigan iş yok. Anandakin yengil. Onundan mı bekrek ta'sir qilgani vakolatchilarga nisbatan haqiqatan bir rahbarlik jihatdan nep berdikan. Şuna hemen mushu jihatlardan qo'l qo'ydim, qayil bo'ldim. Şunlaşqa hemen o'zim birlikda mengishni, birga taraqqiy qilishni tanladim. Bayatdan sillimi deb o'tlar. Bizmi mushu yaqinda mushu xalq ammasiga nisbatan haqiqatan bir alomatlarga qarab o'ziga ko'ngil bo'lishga nisbatan bir ta'lim tarbiyati sunag'imish oltin tan sog'lomlik programmasini yaqinda mush Yeşil Göher tajidorligida bir yo'l qo'yishni planlarga qilyapmiz. Bularga nisbatan bizningki har jihatdan shu jamiyatimizga, davlatimizga, atrofimizga, yaqinlarimizga nisbatan bir baxt ato qilish qarta nurg'ulg'an planlarimiz bor. Shuni birlikda vujudga chiqarsak degan umidda men şunlaşqa Göher liderini tanladım. Göher lider meni tanladı. Hamkorligimizning bir ömürlük bo'lishini chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat. Xo'sh, rahmat. Unda olsa sizlarga Göher liderininki deydigan ikki kalima so'zini anglab baqqan bo'lsak. Endi mening ikki kalima deydigan so'zim endi biz Zumrat bilan tanışıp hamkorlashganimizga bir ay bo'ldimi? Bir ayda 2 ay bo'laydi. Demek hamkorlik ko'ngildagidek bo'lsa kunning qanday o'tib ketgani bilgil olmaydi, ha? Endi Zumrat xonimninki endi nurg'ulg'an shirkatlarni tashlab, bizni tanlab, men bilan hamkorlashay, anandan bundan keyin Yeşil Göherning tarmoqidagi shirkat bo'lay deyishi meni ham haqiqatan iftixorlantirdi. Bunu men suyundim. Ondan başqa men mush 1 yil jarayonida 20 xil mahsulot ishlab chiqardim. 3 shirkatni o'zimga qaytib oldim. Ondan başqa 3 shirkat bilan hamkorlik o'rnatdim. Demak, meningki 1 yillik taraqqiyotim haqiqatan bek tez. Boshqalar deydi, "Sen necha yillik musofir bu 1 yilda besib etding" deydi. Lekin buningda meningki izchilligim bor. Mendagi bir ruhim to'xtamay terishish bor. Men bir kun to'xtab qolmayman. Şu şirketli vallahi men çakmak deb at qo'yib qo'ydim. Siz çakmak bir ishni kechda o'ylaysiz, siz qilasiz deb ijro qilish kuchim kuchlik. Andan keyin endi bu Zumrat xonim bilan endi hamkorlashdik. Bu hamkorlik deganning o'zi nima degan vaqtda bir-birimizning kamchiligini to'liqlashdan iborat-ku. Endi bu hamkorlashga har bir odam o'zi yolg'iz cho'ng ishlarni qilib bo'lmaydi. Çoğum hamkorlashgan vaqtning o'zida bir-birisi kamchiliklarni to'liqlagan vaqtda bu mukammal bir gavdaga aylanadi. Bu yoq bolalarni tarbiyalasa, men yana yangi bo'lgan loyihalarni o'ttirib chiqarsam, taraqqiyotim burunqidan tezroq bo'ladi. Shuning uchun xursand bo'ldim, hamda qabul qilib shunday yaxshi hamkorlashyapmiz. Mening hamda deydiganim bundan keyin texmo ko'ngil bo'lib, texmo bolalarni tarbiyalashni kuchaytirib, texmo bir tirsa, men texmo qo'shilman deydigan boshqa gapim yo'q. Rahmat. Rahmat. Undan olsa söhbetimiz shunday ko'ngildagidek bo'lyapti. Ekran oldidagi ko'rurman do'stlar, shundaqlanmış o tövende o'tlagan barliq azizlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin ve yana shu ko'rayotganimiz bo'lsa Qashqardan bevosita taqdilayotgan Şinjan Yeşil Göher sog'lomlik maslahat chekish shirkati shundaqla Yeşil Göher xalqaro sot chekish shirkatining sog'lomlik bebahodir programmamiz. Unda o'z xo'sh, bizning mush dasturxonimizni hozir qilgan, mush dasturxonimizga eng avval mush shuhratlarni bergan Göher xonimga mushu ishlarni nahil qilgan, mush ishlarni qilishga yaqindan turtki bo'lgan yo'ldishini so'zga taklif qilamiz. Qilmaraman. Machalar bo'shab qoldi. Yaxshi
hoş geldin. Osman Torma. Bana yaz geldi. Etrafdaki dostlarınki tinchlikni saqlashinglarni umid qilamiz, chunki har bir narsani nuqtai nazar bo'ldi. Qapoqqa tushgan ushkardek gong 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 qilsanglar, vaqtimiz chechilib ketadi azizlar. Shunga tinchlikni saqlashinglarni, mushu so'zlarimizni bevosita taqtishdan boshqa telefonlaringizga olganda ovozsiz ilishinglarni umid qilamiz, chunki inson deganning oxirida nuqson va ozg'ichi degan gaplar bo'ladi. Bugun to'g'ri bo'layotgan gaplarimiz erta putumuzga palto bo'lib qolishi, bugun to'g'ri bo'layotgan gaplarimiz xatolik bo'lishi mumkin. Shunga so'zlarimizni bevosita taqtishdan boshqalar ovozsiz taqtishinglarni, shundaqla ovozsiz ilishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga, xo'sh. Unda bo'lsa Yeşilgöl xalqaro sotchilik shirkatining Gül xushbaq. Bu yer Jungoning Janubiy dengizdagi marvoyit Haynan oroli. Ko'pchilikka rahmat. Men ham to'g'riliq so'zlayamdan meni gör so'zlab. Sizlar mushu Güher xonimninki bugünkidek mushundan kelishiga yo'l ichmagan bir omil deb o'ylayman. Sizninki mushu nima ta'sir qilib mushu ayollarga, mush shirkatni ichishga, ung'onliqlar to'g'riliq bir ishga kelima, mush jamiyatdagi yosh yigitlarimizga bir so'z qilib bergan bo'lsa-da. Endi bu ayolimga bu shirkatni qurib qo'llab qilishimlik sabab. Endi ayolimning kim bir ichida bir o't var, bir ish qilib bir Qazansam deydigan. Endi qazanib bilak maqsad yo'q, ammo shu atrofidagi odamlarga bir yordam qilsam degan bir o'zim bir orzusi bor, asosli shu. Endi menmo bundan burun o'zim tog'larimdan bir tijorat qilgan. Biz o'n bek tijorat qildik. Sheriklashib qoldik haqlar bilan. Ular bilanmi tog'am bilan hozirchilik tijoratimiz bilanmiz. Endi men ayolimninki hamda shu birinchidan orzusi bek menga yaraydi endi. Endi faqat o'z manfaat uchun emas, atrofidagi ayollar uchun. Atrofidagi ayollarni so'rab chirib, mush manfaatlantirish aniqlik ta'sir qildi. Shunday. Undan keyin bizda shu atrofimizdagi odamlarga bir manfaat qilgan bir narsa, mahsulot ishlab chiqamiz degan orzuyimiz bo'lganligi uchun shu men saqtlik aralashma cho'qimliq menmo bek tijorat qilgan bo'lgandan hammish bek yaxshi onda joyda qilib qilishni xohlaydi. Jon qilib men shuni yaxshi ko'rmayman. Shunga buningmi arzusi ham men bu mahsulotni yaxshilab chiqarsa atrofimizda urug' tuqqan do'st birodar hammaga yuzkilanadigan gap. Manfaat yaxshi bo'lgan shu'g'alik uchun shunga hamma shu kuchimning yetishicha qo'llab kelyapman. Demak, sizlarga eng ta'sir qilgan omil ayollarning birinchi oq ko'ngilligi shunama. Mushu atrofimdagi siz ayollarni bir ish o'rlashtirsam desam, mushularni bir yenimga tasam qanday qaraysizlar degan bu bir gap yarab ketdi. Ikkinchidan biz mahsulot sotaylik, lekin yagi qaylab qolmaydigan, boshqalarning oldida gichimichan tilimizni chaynamaydigan. Demak, kun satsak bizning sizlar bilan ikkimizdanki yuzimiz yo'ruq bo'ladigan narsani setib chiqarsam qanday qaraysizlar degancha so'qal bo'lashunam. Sizlar mushu xizmat turmush jarayonida mushu ikkinglarninki tatgan bo'libmish ayollarninki tatgan jarayonlardan azroq sizlarga eng ta'sir qilgan bir so'zlab baqqan bo'lsa, bir anglab baqqan bo'lsa. Bu ta'sir qilganlar bek jiq hamcha. Mening mijozim endi shirkatga bo'lma az-to'la biladi, lekin endi uningdan bek ig'ir mening doimo ayolimni tutgan talabim bek yuqori. Shunga endi shu talablarni o'sha joyda qilib, o'zigim gap keldi, men gap keldi, shu ishni bek mening talabim bek yuqori bo'lganki shu ishni joyida qilib shunchalar men to'sal ho'g'idek ishni qilsammi, irodasi yanmay shu cho'qim bir boshqa chiqaman deb hamma joy o'tmaganlik uchun men qo'llab keldim. Buning bizda haqiqatan shukur. Men shirkatniki, mahsulotniki bisimdan boshqa mening talabim shukur bo'lgan. Sizlar bisimlar yerimlar shuni men hozir demak, sizlarniki men shu sizlar tonish qilib 20 yildan ortiq vaqt bo'libdi. Men nurg'un shirkatlar bilan oldin ketdim dedim. Nurg'un shirkatlar bilan men suhbat bo'lib baqqan, ham nurg'un shirkatlarning ishini qilib baqqan. Men yana desam yana shu gapni deyman.
Muşu güər liderlərin tanışqan vaxtımdımı, mən ən təsir qalğan yeri iki onun muhabbeti mən bək təsir qılğançım. Şunçilik hazır yanıdan toy olğan adamdək, şunçilik sizlərə qıyğan söhbətləri, meyli gep qilish cəhəti olsun. Həm sizlərki mənə azraq geplərini də bitib ketgan fikam yoldaşım İğir Bisaq, pakızlıqni bir işqi ciddi pozitsiya tutuşni yaxşı gördü. Həm desək qılmasaq bek açıqlandı. Səmimiyyətsiz adam bek öç. Degende men şu çağda işkanlığın şirketdeki mir muhabbeti işkanlığın bir-biri bolğan hürmet sadaqati men bek təsir qılğan. Hazır sizning neçə balang olsunmu yan toy qılğandek. Hatta şu yoldaşım çıdımayman fikam desem men bek külüp ketgandim. Vay nemish qalsa fikam. Sizlar yan toy qıpla, mamanda bir gap qılğan üçün. Yan toy qıpla yoldaşlarını bek qadırlıslar fikam. Depti sizlarga necha yil öy tutubmu chidamayman deydigan bo'lsam, fikam agar haqiqiy muhabbat bo'lsa, yili hamma chidamaydigan, masalan 70 kichiganing bir-birini chidamaydigan muhabbat bo'ldi fikam. Lekin o'ttirgan shundan qinoq tushgandan keyin bu muhabbat buzilib ketdi. Yo'ldoshlarni bek hurmatlasizlar. Mening bugungi kelishimni, mush yo'ldoshimni hurmat qilganligimdan deganda, demak hozir sizlar deb o'tib ketdilar. Men shunda ba'zi ishlarga ayolimni sinab, to'salg'i shu xizmatimizga to'salg'i bo'lgan gaplarni, to'salg'i bo'lgan ishlarni qilsam, shunimi yengib chiqib, botirliklar zodi qilaman degan ro'yim bek ta'sir qilgan dilar. Xo'sh, demak ayollardan eng oxirgi kutadiganlarni anglab boqqan bo'lsak. Bu bek yaxshi bir suhbat bo'ldi. Shirkatninki tarixiy, ishkanlarninki muhabbati, shundaqlamış muhabbatlik bir oilaninki g'albisi degandek. Şoňa şu eng ahirda sizlarga gapni deyishimlik sababmi? Bu bir aslim bo'lib qoldi. Bu bir menglik bir melodiyaning yangrışı. Bu balkim bu ishkanlarga bunday fursatlar jiq kelishi mumkin, lekin bugünkidek boshlanish, bugünkidek hayajon faqat bir qitim bo'lishi mumkin. Şoňa ayollardan eng ahirda kutadiganlarni anglab boqamisak. Ayolimdan kutadigan bek cho'ng ümidim yo'q. 14 yilning yarmi shunda chiroyli o'tib keldi. Xudo aziz degandek bir yil to'y qilib, bir yil bo'lgan ayqotildek mana hozirgacha. Endi bundan keyin umrimizning oxirigacha mushbitimizni saqlab o'tib kelsak deydigan bir umidim bor. Xo'sh, endi gap Bu Jungoning eng janubidagi o'lka. Bu yerda 4 fasl gul xushpurak. Bu yer Jungoning janubiy dengizidagi marvoyit Haynan oroli. Haynan oroli Issiqbelbog' shimoliy kirivikiga joylashgan Issiqbelbog' Mosson shamoli klimatiga tava. Bu xil yoz fasli uzun, qish fasli yo'q muhitda bir xil sirliq meva, noni mevasi o'sib yetiladi. Jungo dori o'simliklar qomusida dengiz yuzi yalman quliqi va dengiz yuzi nonisi deb ataladi. Necha ming yil ilgari kishilar noni mevasining yalluq qaytirib badanni kuchlantirish unimiga ega ekanligini bayqadi. Hozirgi ilmiy tadqiqotda bayqalishicha, noni mevasining 227 xil oziqlik tarkibi bor. Tarkibida yana sharqiy mingi divona ishqori qatorliq ko'p xil alkaloid, polisaxarid, ko'p xil enzim qatorliq tibbiy qimmatli tarkibga ega. Şinjan Yeşil Göher Xalqaro So'tchilik shirkati qurilgan kundan boshlab faqat yeşil, sog'lom, organik mahsulot ideyasini o'zining taraqqiyot nishoni qilib, yiroqni ko'rarlik va jasorat bilan olg'a ilgarilash va izlanish asosida Yeşil Göher noni enzimini ishlab bozorga soldi. Yeşil Göher noni enzimi Haynandov orolidagi davlat o'lcham bo'yicha ochilgan 6000 moddan ortiq noni meva o'stirish bazasida astoydillik bilan o'stirilib, 150 moddan ortiq. Xo'sh, ekran oldidagi ko'rurman do'stlar, ko'rayotganinglar Udum Madaniyat Taqchishek shirkati Qashqardan bevosita ko'rsatayotgan sog'lomlik bebahodir programmamiz Yeşil Göher Xalqaro So'tchilik shirkatining bevosita taqchishi doyanlar davomlashmoqda. So'zimizga kelsak, unda bo'lsa Göher xonim, sizning mushunda qalblaringizga shahid bo'lgan yo'ldishingizga ikki kelimi yurak so'zingizni deb bergan bo'lsangiz. Bayveç bir ep koyalım mı? Bayam o yoldaşım hemen gapni dedi. Bayam sözlep öttü biz to'y qilg'ili hozir bu yil 14 yil oldu. 14 yilning yog'ishida yaxshi o'tib kelyapmiz. Endi meni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Buni bayam o'zim deb o'tdi. Meni qo'lladi, quvvatladi.
Muşunchalik mablag'larni ajratdi, vaqtini ajratdi, o'zining 20 yillik qilayotgan qiz tijoratini tashlab hozir butun vujudim bilan hozir menga yordam yar yo'lak bo'lib qilyotdi. Men davomli o'ylayman, men xuddi shunday yiqilaman desam, oqimda bir tog' bor. Men yiqilg'il qo'ymaydi, meni yo'lab turyotdi. Şoňa şu ýoldaşymga haqiqatan çyn köňlimden minnetdarlygymny bildirme. Men dedim, men muşunda ýolawatgan ýerde men terişmesem bolmaýdy. Men çoqum ýoldaşymnyň muşunda men nurgun ayallarny gördüm haqiqatan. Behçik ayallarny gördüm, ýoldaşlaryny gördüm. Hiç gaýsy meniň ýoldaşymda gollamaydy. Inak Meni ýoldaşym bak gollaýdy. Kollaga çykyşmy ýok. Kollaga çykyşmy ýomurhan bolýatsyn ýa-da. Şu kollaş bolgan wagtda anandaki taraqqiyat bolady. Haqiqiy jihat qo'llab bergan uchun xotirjam bo'l, oldin qarab man, ba'zan bir ziyon chiqasan, ba'zan bir ishlar bo'lib qolsa, sen orzu qilding, men qilib berma deydi. Mushkibi men kupayi. Men shu sog'lomlik kasb qilyapman. Endi men kutinish o'rnini birlashtirgim bor desam, men 1 oy oldi ya. Hammalar shohid bo'lyapti. Nayt kech ketyapti, adiganda sar kelyapti. Shu kutinish o'rni o'zi layildi, o'zi shunda bijirim qilib beryapti. Yani dedi aşağı aşağı güzel kıpasa miyanım kıpatsan ben kıp berme deydi. Davamlı aşağı deydi. Men ağa suyundurduğun yeri şu. Ama muşunda kullanmasam ben endi onçilik yığını kötermem dep turib. Kötürmem. Şoňa men çyn köňlimde minnetdarlygymny bildirme. Hem şu barlyk wakaletçilerim, gemkarlaşgyçylarym diýdiňim, ensirmenler meniň keýnimde mana muşunda güçlük bir tag bar. Bizne davamlyk ýölep durdy, medetler bilen. İqtisatları bilen, muhabbeti bilen bizni yolab turdi, biz hergiz. Bundan keyin texim taraqqiy qilsa qilimizki, qo'lab tushmaymiz. Rahmat. Onda olsa hoş, Şinjan İşligören Halkara Soğutçak şirketining faoliyatları resmi başlandı emse, körüvatqıdınlar bolsa, Şinjan İşligören Halkara Soğutçak şirketining sağlamlık bir bahadır programımız Qashqa Udum Medeniyet Taqçı Bivas Taqçı taqtılıdı. Ems faaliyetlerimizdeki başlanışıga setiş bölüm direktorunu faaliyetlerimizni, mallarimizni köz turuşqa şundaqla bizdinki şirket liderimiz Güher Hanımni mahsulotlarni bir tushundirib berishga taklif qilamiz. Rahmat. Salam azizlar, men şirketdagi mahsulotlarni sizlarga shu bizningki barliq hamkorlashuvchilar bilan bir tunishtirdim. Men sizlarga ozroq ikki qiz gap qilishni loyiq ko'rdim, chunki bizning bevosita vaqtimiz hozir 2 soatda ishib ketdi. Biz shu to'g'ri javob bergan xaridorlarimizga Yeşil Güverning mahsulotlaridan sovg'a qilaylik oxirida. Mening deydigan gapim nima degan vaqtda, shu bizningki sog'lomlik mahsulotlarimizdan 20 xil mahsulotimiz bor azizlar. 20 xil mahsulotimiz bor. Bizningki shu Şinjan tavasida uruqlash sog'lom uruqlash jihatda eng mukammallikni yaratgan dal bizning Yeşil Güver. Barliq şirketlarda shu uruqlash jihatlarda bizga o'xshab mukammal emas. Chunki bizning Yeşil Güverninki mahsulotlarimizda 6 xil uruqlatish mahsulotlarimiz bor. Mayli siz qavziyat tufaylidan semergen bo'ling, yoki jigarni may qoplagan sababdan bo'ling, yoki badaningizda issiqlik eshib ketganlikdan, yoki hormonlik dori-o'qilning ta'siridan, irsiyat xarakterlik semiz bo'lishingizdan qat'iy nazar, yoki bo'lmasa suvliq qishiq sababidan, yoki bo'lmasa tug'utdan keyin semergen bo'ling, bizga sizga mos keladigan mahsulotlar bor. Ya'ni bizning o'ruqlatishimiz qandaqki sizningki badaningizga suvni kamiltib etmaydi, yoki bo'lmasa qanot miqdorini tuvaltib etmaydi. Sizning nima sababdan semergen bo'lsangiz, shu masalaningizni tip yiltizdan hal qilib turib, sizning sog'lom o'ruqlashingizga alohida yordam berdi. Onundan boshqa, yani zahar tozlaydi, sog'lomligingizni asliga keltirish bilan birga ig'irligingizni tang tushirib berdi. Ichidan va tishidan bir gavda qilingan nihoyat mukammal bo'lgan o'ruqlatish mahsulotlarimiz bor. Onundan boshqa, mana shu yurak siqilish, dam siqilish, yurak bearam bo'lish, xuddi kiyimlar tarkab qolgandek, anandan keyin yurak aloqazodaligi bo'lish, terlash, köp tush ko'rish, mana mushlarning hammasi yurak ojizligining alomati. Şinjan Yeşil Güver Xalqaro Soğutçak şirketimizningki Ali Muparrim qalampir ishchimligimiz bilan tanqiya ravon tabletimizni iste'mol qilish orqali yurak sog'lomligingizga yetishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bu mahsulotimiz yurakka diyak soladigan, yurak ko'rik solmoqchi bo'lgan yoki shu yurakda har xil masalalar bor bo'lgan bemorlarningki eng yaxshi tanlashi bo'la oladi.
Onundan başqa bizninki qavziyat mahsulotlarimiz mı var? Yani hazır bolalardan tatib çoğlargacha qavziyat intayin ig'ir. Bolalarda qavziyat bolsa ishtay tutildigan, as tutish qobiliyati tuvallaydigan nurg'unlagan ahvollar kelib chiqadi. Buni çoğlardan kichiklargacha hammalar o'rtaq iste'mol qilishga tamoman mos keladi. Onundan başqa hazır hammamiz telefon o'ynaymiz va so'qoqda shu so'ngak kasalliklari, zing kasalliklari intayin ko'p. Bizningki shu so'ngak sog'lomligimiz uchunmi ishlab chiqarilgan bizning so'ngak go'hrimiz o'tkir yel kesar afiyat talqini va ko'kchechak tabletini uchini birlashtirish orqali har xil so'ngak o'sikchalari, bo'g'im og'riqlari, mana shunday kasalliklarga alohida manfaat qiladigan mana shunday asl mahsulotlarimiz bor. Bugun biz shirkatimizdan alohida faoliyat qildik. Ya'ni mana shu 20 xil mahsulotimizdan siz xohlagan mahsulotdan 1300 ko'yliq mahsulot setib olsangiz, sizga mana bir tal oltin uzuk mukofoti berish faoliyatini yo'lga qo'ydik. Ondan başqa azizlar, Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sochek şirketiga bayam Zumrat xanım azroq so'zlab o'tib ketgan, men yana bir kuchlantirib o'tay. Siz Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sochek şirketiga vakolatchi bo'lsangiz, ziyon tortish nisbatingiz 0. Men bayam dedim, hozir hech qanday sizlarga mal besib olish, malning vaqti o'tib ketish yoki bo'lmasa cho'qim mahsulotni sotsa deydigan besim yo'q. Sizni biz cho'qim kasbiy holatda tarbiyalaymiz. Bizningki mana shu barliq hamkorlashuvchilarimizni biz sistemlik tarbiyalash orqali ularni oliy ozuqshunoslikda o'qitish va haqiqiy bir sog'lomlik yetakchisiga aylantirgandan keyin anandan keyin ularni setishga tushiramiz. Shuning uchun siz nima ish qilishingizni bilmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa qayaga mablag' selishingizni bilmayotgan bo'lsangiz, Yeşilgöl bilan hamkorlashsangiz bo'ldi. Yeşilgöl sizning barliq bilim ilishingizga va sizning iqtisodingizning yo'qolib ketmasligiga kapolatlik qiladi. Uningdan boshqa biz barliq hamkorlashuvchilarimizni o'z sotgan mahsulotning foydasini olgandan sirt davomli rag'batlantirish mukofoti va uningdan boshqa sug'urta va mashin mukofotlarini berish orqali ularning turmushini kapolatga qilyapmiz. Shuning uchun sizlar hargiz ansirmay biz bilan hamkorlashsanglar, sizlarga haqiqatan yeshil yo'llar ichiqliq azizlar. Biz sizlarga kapolatlik qilamiz, sizlarningki haqiqiy bir bilim egisi. Men hargiz siz Yeşilgöl tarbiyalandingiz, endi Yeşilgöl bilan sotasan demayman. Siz Yeşilgölning sahnasida tarbiyalanib, har qanday yerga borsangiz, o'zingizning qimmatini yarata oladigan haqiqiy bir olmos bo'lib tarbiyalanib chiqsiz. Shuning uchun Yeşilgöl sizni davomli qarshi oladi. Endi hozir jamiyatimizdan nurg'ulg'an kishilar bor, bizning vakolatchilarning orasida shu. Bular deydi, biz mablag' sarsak yo'qolib ketdi, yoki bo'lmasa mablag' sarsak bir munchalar molni akib berdi, men sotolmayapman deydigan andishalar intayin ko'p. Yeşilgölda undaq gap yo'q. Qat'iylama. Siz bizga vakolatchi bo'lsangiz, birinchidan sizning pulingiz kapolat, ikkinchidan sizning setib chiqarishingizga biz alohida yordam berib, sizni har jihatdan sistemalik tarbiyalaymiz. Sizni biz xaridorlarning psixikasini bilish, setib chiqarish, sog'lomlik jihatda biz bir tarbiyalash orqali anandan keyin sizlarni qana qilma setishga tushiramiz. Shuning uchun mahsulot sotolmay qolamanmi, mahsulotning vaqti o'tib ketadimi yoki bo'lmasa sog'lom mablag'im yo'q bo'lib ketadimi deb andish qilmasanglar bo'ladi. Uningdan boshqa Şinjan Yeşilgöl Xalqaro Sochek shirkatimizning sog'lomlik nasl keltirish markazimiz bir oydan keyin rasmiy holatda keng xalq ommasi uchun xizmati bo'ladi. U yerda bizningki kasblashgan, nihoyatda muntazamlashgan, shuning uchun sizlarning bizning mahsulotlarni setib olgan barcha iste'molchilarga haqsiz mulozimat qilish turlarimizni yo'lga qo'yamiz. Keng iste'molchilarningki o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'lishini va shundaqla sog'lomlikqa ko'ngil bo'lish bilan birga oilasiga mas'ul bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Chunki sog'lomligingiz ko'ngil bo'ldingiz deganlik, oilangizga mas'ul bo'ldingiz deganlik. Oilangizga mas'ul bo'lsanglar, masalan, yaqinda bir aylanni angladik. Shu og'rib qolish sababli oilasini butun batti bisotidan ayrilib ketdi. Davolatishga pul yetmay. Demak, mana shunday oldin oldigan mahsulotlarni iste'mol qilib, sog'lomlik bilan hamkorlashsangiz, siz mangu ziyon tortmaysiz. Chunki sizlarniki hamda men nima ish qilsam bular qanday qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, darhol bizga qaytilsangiz bo'ldi. Men hargiz sizlardan o'shiq narsa talab qilmayman, balki sizlarga men berman. Bergandan keyin haqiqiy bir unumga ega bo'la olgan vaqtinglarda anandan keyin sizlar rozi bo'lib turib menga bersizlar. Mana bu bizning tutib mangan yo'limiz va nishonimiz. Undan olsa bizning e'lon aloqa nomerimiz ekranning ustidagi gongo tagi chiqib turdi.
ko'rib, o'zinglar haqiqiy sog'lomlikdan maslahat so'ragandan keyin ilan aloqa nomeri urib turing boyagacha. İlan aloqa nomerimiz bo'lsa, ikkinchisi. İkincisi. Şu. İlan aloqa nomerimiz bo'lsa, ilan aloqa 180 180 99 99 10 10 19 19 26 unutalım. Aynen şu Kongo tek çıkıptı de aş numar arkalık bizim şirket liderimizle özanlarının sağlamlık məsləhətlərini sorab onun dinkin vakaletçi bolsaqlan boldu bizde zorlaş yok çiğimsanlar meyli likin ünüm ve neticini körüp duruşunlar gerek. Bunda olsa dostlar Onda olsa en ahırda faaliyetlerimiz şunda çıraylık cuş urup davamlaşıyordu. Hemmelerinin ahırı şunda oturup belginlerine çin kalbimizle rahmetimizi bildiririz. Faaliyetlerimiz başlandı. Ben bizimki A3'ünki damlık Dumbak Şahini Dumbak çilişteki kılmaya hazıra. Muş Dumbak avazı çin turdu toktumaya. Dumbak ağız çilin, toxtuma çilinip durdu. Ben tədbir sanaqla başlayayım. En ahırıq tədbir sanaqda yeşil gör, en kaltız deyip toxtuma ikram urumuz. İlinlənmiş elməyəcə. Yeşil gör, en kaltız deyip urup. Telefonunuz ilinlən deyip meydanına. Başlandı da ama deyip birəyəndin. Onda olsa körü... Körüvatqanlar dostlar, Qashqardan bevosita ko'rsatilayotgan Yeşilgöl Xalqaro so't chekish shirkatining sog'lom hayot programmamizning faoliyatlari mushayda davomlashyapti. Faoliyatlarimiz boshlandi. Dumbaq ovozini chalamiz. Dumbaq ovozini chalish bilan birga tuvan o'tdagan tomoshabinlar tadbir sanoq boshlaydi. Bir deganda Yeşilgöl eng qaltis deb yezivranlar ekranga o'ttirdiki bizninki mush Yeşilgöl en qaltis deb yozgan bizning ta'laylik abonentimizni Yeşilgölning xohlagan bir mahsuloti bilan mukofotlaymiz. Faqat bizninki mush kira haqqimizni to'lash orqali mahsulot topshirib olasizlar. Boshlandi hamsa azizlar. Ko'ryapsizlar, Qashqar shahri Udum madaniyat taqitish shirkati bevosita taqitayotgan Udum madaniyatning aktyori Yumurxon riyosatchiligidagi Qashqar shahrida ko'rsatilayotgan Yeşilgöl Xalqaro so't chekish shirkatining bevosita taqishidagi sog'lom hayot programmamiz. Unda bo'lsa programmamizning mukofotli faoliyatlari boshlandi. Shunchalik ko'pchilik men shu Yeşilgöl mas'ullarning isti Abonentimiz talab chiqamiz. Hemen
Onda olsa bugünkü faaliyetimiz şunda coşkun devam ediyordu. Körüvatkanınla yanışıyor. Qashqar Udum Medeniyet Taqışı Çekiş Şirketi bevas taqışı taqılayotgan. Qashqar Udum Medeniyet Taqışı Çekiş Şirketining aktyorı Yumurxon riyosetchiligidagi Qashqar Şinjan şu Yeşilgöl Xalqaro Sot Çekiş Şirketining Sog'lomlik bebahodir programmamiz. Xo'sh, programmamizga qaytib keldik. Programmamiz shunchalik jo'shqin, shunchalik jonliq davom etyapti. Xovzan Abditalda 500 ga yaqin odam naq maydonda ko'ryapti. Balkim bir nechalar ko'rgan bo'lishi